Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Erkak kishiga stress kerak. Manijab bu yerda xato fikr ketdi. Yengillik qila olasizmi? Muvaffaqiyatga erishish uchun nimadir qilasizmi deb so'radim, to'g'rimi? PlayStation o'ynagisi keladi. Ana ko'rdingizmi? Unga keragi yo'q. Stressini shu orqali, harakat orqali chiqaradi. Eting hozir ozgina qisqa aytib keting, bilib oling. Mayli, bitta xalq bilsin. Kelinga qul sifatida qaralishi bu eskilik sarqiti deb bilaman. Faqat fikr xayolim, xo'p, turmushga chiqaman, magistraturaga ko'ndirishim kerak. Qaynanani yomon ko'rsatishadi bolaga yoshlikdan. Yoki ammamni, xolalarimni, qizim, sen og'ir bo'lgin, shunaqa bosishardi. Assalomu alaykum. Men Umida Agzamova, psixolog, gipnoterapevt va NLP mutaxassis. Hammaga assalomu alaykum. Hormanglar, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Meni ismim Manija, familiyam Baxrieva, Milliy telekanali Gapirmasak bo'lmaydi tok shousi boshlovchisi hamda Shirchoy Mehrli tong dasturi boshlovchisi. Xo'p, bugun uchrashuvimiz bizni ajoyib suhbat kutib turibdi. O'ylaymanki, bu suhbatimiz nafaqat bizga, balkim bizani kuzatib eshitayotgan tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolisa umid qilamiz. Sekin-asta boshlayveramizmi mavzuni? Boshlaymiz. Umida o'zi rostdan ham kutgandim, chunki Gapirmasak bo'lmaydi tok shousida ko'p mehmon bo'lasiz. Qaynoq o'ziga xos takrorlanmas fikrlar bilan ancha auditoriyani o'zingizga qaratib olgansiz va ko'pgina tanish psixologlarim bor, o'zimni ham. O'shalar orasida ham ba'zi bir fikrlaringiz bahsli, munozarali bo'lgan. Bugun aynan shu haqida o'zim ham qarshi savollar tayyorlab kelganman. Bemalol, qani ko'ramiz. Xudo xolasa, o'ylaymanki suhbatimiz sizlarga mamnun bo'ladi, manzur bo'ladi. Xudo xolasa, mana oddiy misol, hozir biz boshlashimizdan oldin siz aytdingizki, mana stress oxirgi marta biz gaplashganimizda stress erkaklarga kerak deganman, to'g'rimi? Va mana shu bahsli bo'lib ketgan hozirgi vaqtda ko'p kuzatyapman ijtimoiy tarmoqda ham. Sizning fikringiz qanaqa? Men o'sha haqida to'g'risini aytaman, juda ham o'sha joy yoqdi va adminimiz olib kesib qo'ygan ekanlar o'zimiz sahifamga va ko'p o'zimga shaxsiy direct SMS keldi. Stress haqida bo'laman erkaklardan. Erkak psixolog tanishlarimdan. Manijab bu yerda xato fikr ketdi. Chunki stress bu yaxshi degani emas erkaklar uchun ham. Bir ishga qo'li bormay qoladi. Dedilar. Men aytdim, xo'p, unda sizlar o'tinglar-da, o'zlariga murojaat qilib yozinglar, fikrlari noto'g'ri bo'lsa dedim. To'g'rilab o'zlaridan munosabat so'ranglar dedim. Shunga men hozir suhbatdan oldin Umida opani o'zlaridan so'radimki, xo'p, stress bu ayollarni diydasini qotiradi dedingiz o'shanda. Ayollarni stress buzadi dedim. Ya'ni buzadi, o'sha qaysidir ma'noda hayotga qiziqishni to'xtatadi va erkaklashtiradi. Erkaklar, lekin bitta oiladagi ikkita erkak yashamaydi, balki qo'yib yuborarsizlar o'sha joyga, yana ham aniq bo'lish uchun. Lekin erkaklarda keling ochiq gaplashamiz, endi yosh qizlar emasmiz, to'g'rimi? Lekin erkaklarda shunaqa holat bo'lar ekanki, agar stressga tushsa, qo'li ishga bormas ekan, ayolini mehrini qozona olmas ekan, pul topishga moyilligi ancha susayar ekan va u miyasida bitta stressga tushgan, masalan, mana shu ish o'xshamadi, mana shu qog'ozni qanaqadir shaklga keltirishga shu o'xshamadi, miyasida aylanib turgan narsa bora boshqa ish qilishga, boshqa harakat qilishga to'sqinlik qilar ekan degan fikrlarni ilgari surishdi-da o'sha payt. Endi shunga men fikringizni oqlab berishni so'rayman. Hozir shu savolni mana shu yonimizdagi hammasi erkaklar edi bolalar, ko'rdingiz-a? Va so'radim. Siz xursand bo'lgan vaqtingizda, hamma narsangiz yetarli, xotirjam paytingizda yengillik qila olasizmi? Muvaffaqiyatga erishish uchun nimadir qilasizmi deb so'radim, to'g'rimi? Nima deyishdi? Yo'q. Biz qachonki shu tupikka borsak, bir burchakka borib qadalganda qilamiz deyishdi. Isbotini o'zimiz eshitdingiz. O'zingiz ham eshitdingiz, ko'ryapsiz? Erkak kishiga stress kerak. Bu degani doim stress yuradi degani emas. Qarang, erkak kishi stressga uchraganda, erkak ayol psixologiyasi bor-da, genderli psixologiya bor. U o'zini pesherasi deyilar ekan, g'ori, o'sha yerga kirib ketar ekan, ya'ni o'zi bilan o'zi qolar ekan erkaklar. O'sha paytda erkakni deydi, boshqalar bezovta qilish kerak emas edi. Mana ayollar stressga uchraganda gapirish kerak-ku. Boshqalar gapirib yengil tortadi, to'g'ri? Erkak unaqa emas ekan. O'zi bilan o'zi qolar ekan, hech kim bezovta qilish kerak emas. O'sha o'zi bilan o'zi qolganida u qarorlar qabul qilar ekan, yangi rejalar o'ylar ekan. Ya'ni mana shu tupikdan qanday qilib chiqsam bo'ladi? Yolg'iz o'zi o'ylaydi-ku. O'zi. Bizaga o'xshab, hammaga etib, dardini to'kib, nima deydi, javob qidirmas ekan. O'zi bilan o'zi qolish kerak. Bu xursandligida emas. Aynan o'sha tupikka kirgan paytda, stressga uchragan paytda. Va o'zi shundan chiqish yo'lini, rejasini tuzar ekan. Tushunarli. Keyin u haqiqatdan isbotlash uchun
Chunki erkakning tabiatida liderlik bor. Tan olinish istagi kuchli ayollarga nisbatan. Buni isbotlash uchun u tepaga chiqishga harakat qiladi. O'shanda harakatga kirishib, natijaga erishadi. Ana o'shanda natijaga erishadi. Endi hamma narsasi joyida, xursand, baxtli, xotirjam erkak tasavvur qiling. U nimani isbotlaydi? PlayStation o'ynagisi keladi. Ana ko'rdingizmi? Unga keragi yo'q. Bu degani men erkakni har kuni stressga kiritish kerak demoqchi emasman. Lekin kutilmagan stress bu erkakni o'stiradi. To'g'ri. Ayollar esa stressga uchraganida o'zini yo'qotib qo'yar ekan. Lekin borda Umid opa. Erkaklarni misol uchun mana biz ayollar gapirib, xumorimizdan chiqib dugonamizga, onamizga telefon qilib kamida yarim soat boshini qotirsak, chiqib ketadi bizda yomon energiyalar. Hech bo'lmasa shopping qilamizda, bir zirik olamizmi, bir nimadir olamiz, o'zimizni ovutamiz. Kasallikka chalinib qolish ehtimoli ko'proq bo'lmaydimi erkaklarda? Masalan, stressga tushganda yurak qon tomir kasalliklari bo'ladimi? Misol uchun qanaqadir o'sha asab bilan bog'liq kasalliklarga chalinish mumkin. Ko'proq bo'lmaydimi? Qachonki bu stressni rejada amalda tashqariga chiqarmaganida. Erkak kishi o'sha ishga berilganda nimadir yutuqqa erishishga harakat qilganida stressini shu orqali, harakat orqali chiqaradi. Agar harakat qilmasa, o'tiraversa o'sha pesherasidan, g'oridan chiqmasdan, unda kasallikka uchraydi. To'g'ri. Bu taraf. Chunki qarang, stress bu nima? Bu hissiyot. Hissiyotlarimiz bizni tanamizda qoladi. U hech qayerga bizni tark etmaydi. Tanamizda qoladi. Buni biz chiqarishimiz kerak. Harakat orqali yoki so'zlar orqali. Ayollar ko'proq so'zlar orqali chiqaradi. Erkak kishi esa harakat orqali. To'g'ri. Ana o'shanda tashqariga chiqadi. Endi stressning yana ikkinchisi bor. Bu sport, bu ham stress. Fitness bilan shug'ullanishmi? Ha-da. Ayollarda ham bu anaqa bo'ladimi? Bu ham stress. Chunki sizni tanangiz tinch turadi, joyida, harakat qilmasdan, to'g'rimi? Biz nima qildik uni? Bezovta qildik, ishlatdik. Bu ham stress. O'sha stress hisobiga erkak kishi nima qiladi? Mishsa yig'adi, muskul yig'adi. Bu ham testosteronmi? Qoyil, endi tushundim. Stress degan doim bu g'am, tashvishda yurish degani emas. Stress bu siz kutilmagan vaqtingizda xavf kelyapti. Oldingi ibtidoiy davrda yovvoyi hayvonlar edi stress bizga. Bo'lgan. Qo'rqan undan. Shundan o'zini himoya qilish yo'lini qidirgan. To'g'rimi? Hozirgi vaqtda esa kutilmagan muammolar, xavf-xatarlar. Ya'ni biznesini yo'qotib qo'yish, pul yo'qotib qo'yish va hokazo. Lekin o'sha joyda biz nima qilamiz? O'zimizni asrash uchun harakat qilamiz. Va bu stress muhim. Endi qarang, stress bo'lmasa, biz yuramiz mazza qilib. Hech narsa qilmaymiz. Ya'ni inson o'zini komfort zonasidan chiqisi kelmaydi. Chiqmaydi. Shu yerda suzib yuraveradi. Lekin hozir erkaklarning g'orga kirishi haqida gapirdingiz-ku, ya'ni o'z qobig'iga biz ko'pincha aytamiz, o'z qobig'iga o'ralib olishini-da. O'sha holatda men o'zimda ham kuzatganman. Bo'lganda shunaqa holat bizneslarda kasod bo'lganda, singanda turmush o'rtog'imni va savol berganman. Nima bo'lyapti desam, jim o'z holimga qo'y deganlarda, keyin o'sha payti noto'g'ri tushunib, men aytganmanki, bular meni yaxshi ko'rmaydilar, bular men bilan bo'lishmayaptilar degan fikr kelganda, lekin hozir o'sha yerda xato qilganimni tushunib oldim. Demak, kerak payti erkakni o'z holiga qo'yish kerak. Albatta. Tinch qo'yish kerak. Chunki ular bizdan farqliroq, ular boshqacha fikrlaydi. Ularni mantiq boshqaradi, logika. Bizni hissiyot ko'proq boshqarib qo'yadi. Biz o'zimizdan kelib chiqqan holda o'ylaymiz, boshqalar, u ham menga o'xshagan deb. Unaqa emas. To'g'ri. Va shu o'xshamagani uchun biz norozilik bildiramiz. Nimaga siz nimaga men bilan bo'lishmayapsiz? Nimaga menga aytmayapsiz? Demak, meni o'rnim yo'qmi? Meni o'rnim yo'qmi boshlaysiz? Meni yaxshi ko'rmaydi. Yo'q, unaqa emas. Ular boshqacha fikr. Ularni o'sha paytda tinch qo'yish kerak. Ular o'zlari uchun muhim deb hisoblagan inson bilan borib maslahatlashishi, fikr alishishi mumkin. Lekin bu degan siz muhim emassiz degani emas. O'rningiz bor, lekin sabr kerak. Albatta. Ya'ni o'rningiz bor va uni tushunishingiz kerak. Aytadi-ku, erkaklarni ko'proq sevish kerakmi, tushunish kerakmi? Erkaklarni ko'proq tushunish kerak. Ayollarni-chi desa, ayollarni ko'proq sevish kerak. Sevish kerak, to'g'ri. Chunki ayollar ham tushunmaydi. O'zimiz ham tushunmaymiz. Shunaqa. O'sha paytda bo'ladi, masalan, men bo'lganda yaqingacha bir deylik 2 hafta oldin ham shunaqa holatga tushib qoldim. Nima istayotganimni bilmay qoldim. Nima xohlayman o'zi dedim-da, keyin meditatsiya bo'ladi-yu, shunda o'tirib, bir joyda o'tirib, kofeni damladim-da, keyin
shu tavsiyani ko'proq dugonalarimga, qizlarga aytaman, ko'pincha esga qotirishadi. Lekin buni qilib ko'rgan inson yaxshigina chiqib keta oladi-da ko'p vaziyatlardan. O'sha holat bo'ldi menda, xullas depressiya bo'ldi, men bilmayman, o'tish davri bo'ldimi, tushunmayman. Nimaligim o'tib ketdi, lekin bir 2 hafta oldin bordim edi. Ancha pakal, tushkun bo'lib yurdim. Apatiya holati bo'lgan, tushkunlik. Apatiya, tushkunlik juda kuchli edi menda. Bolalarim ham xursand qila olmaydi. Turmush o'rtog'im sovg'alari ham kim aytdim, nimaga bunaqa ekan, o'zi nima xohlayman deb gaplashib ko'rdim o'zim bilan. Keyin istaklarim shu narsadan ma'lum bo'ldiki, hayotimda bir vau deydigan yangilik yo'q ekan. Zerikkansiz. Zerikibman, bir xillikdan zerikibman-da. O'sha doimiy hayot tarzi, nolimayman, noshukrlik emas bu. Chunki men shukrona keltirishga ancha bir oldin boshladim. Shukrona keltirish yaxshi ekanligini tushundim. Qon-qongim bilan, yurak-yuragim bilan sezdim-da. Yurakdan aytaman, shukronalik boshqacha his. Lekin o'sha tez zerikib qoladigan xarakteri menga yaxshigina pand berdi-da. Keyin qidirib o'ylab topdim, nima qilaman xo'sh? Xo'p, nima qilaman? Bolalar bilan dars qilaman, qaytdim yana o'sha bolaligiga. Endi 2ta katta farzand, 4ta farzandim bor. 2ta katta farzandim maktabda o'z bilan o'zi bo'lib, o'zlari eplab ketishuvdi. Egizak farzandlar keyingi yildan maktabga chiqishadi. Ular bilan o'tirib chizish, bo'yash, yozish biram zavq berar ekan. Arzimagan narsa tuyular ekan, lekin o'sha ham bir qanaqadir menga muhabbat uyg'otdi hayotga yana ham. Endi demak bir bolalikga ruxsat berishdi bu. O'zimga bolalik eslashni. Endi sizni temperamentingizda men sangvinik ko'ryapman-da. Sangviniklar bir xillikdan zerikishadi. Shunaqa. Ularga doim yengillik kerak, yangi g'oyalar, yangi taassurotlar, hattoki atrofidagi insonlar ham ko'proq, yangiroq bo'lgani qiziq. Chunki bu bekorga emas, sizni temperamentingiz doim yengillikni izlash. Shunaqa. Sizlarga bir xillik bo'lmaydi. Shuning uchun siz tanlagan kasbingiz ham aslida o'zingizga mos. Sabab doim yengilliklar, o'zgarishlar. Shunaqa. Bundan sizlar zavq olasizlar. Adrenalin doim. Da. Agar siz toza melanxolik bo'lganingizda edi, siz ishlolmasdingiz bunda. Chunki melanxoliklar e'tibor yoqtirmaydi. Ular yopiq bo'ladi, introvert bo'ladi. Sangviniklar bo'lsa ekstravert, ular ochiq bo'ladi, optimizm kuchliroq bo'ladi. Odamlar bilan gaplash, odamlar bilan ergashish. Men sangvinikman hozir? Sangvinik va flegmatiksiz. Flegmatik qanaqa bo'ladi? Flegmatik uzoq o'ylaydigan, sekin qiladigan, ba'zan qaror qabul qilishda qiynaladigan. Agar idealniy bo'lmasa, qilmay qo'ya qoladigan. Tashlab ketib qoladigan odam bor. Flegmatiklarda lekin mas'uliyat bor. Ba'zan flegmatiklar o'zini hissiyotlarini to'g'ridan-to'g'ri chiqara olmaydi. Saninkilar oson chiqaradi. Rostdan aytdingiz hozir shu gap. Yetkaza olmayman ba'zi hissiyotlarimni. Yetkaza olmayman, eta olmayman, so'z topa olmaymanmi? Keyin meni atrofimdagilar endi oiladan tashqaridagi do'stlarim ham bu e'tiborsiz degan fikrga kelishadi. Lekin ichimdan yaxshi ko'rib ketaman. Izhor qila olmayman, ko'rsata olmayman, shunaqa-da. Chunki barrierlar bo'ladi. Flegmatiklarda noto'g'ri ko'rsatsamchi, noto'g'ri yetkazsamchi. Shuning uchun ham eta olmaysiz. Chiqarib bera olmaysiz. Ba'zan yaxshi ko'rishingizni ham ko'rsata olmaysiz. Shunaqa. To'g'ri. Nima qilishim kerak buning uchun? Bu temperament tug'ma hisoblanadi. Tug'ma xususiyat, psixik jarayon. Lekin buni yo'naltirsa bo'ladi. Buni biz o'zgartira olmaymiz, lekin yo'naltirsak bo'ladi. Xarakter xususiyatlarini esa o'zgartirsa bo'ladi. Xarakter xususiyat bu tipologiyangiz sizni. Tipologiyangizni ham xohlasangiz aytib beraman. Ayting, hozir ozgina qisqa aytib keting, bilib oling. Mayli, xalq bilsin. Keyinroq aytib beraman. Darrov bu haqida qilmaylik. Lekin mana shu hozir nimaga keyinroqqa qoldirdingiz? Meni sindirib qo'yishi mumkinmi bu ma'lumotingiz? Yo'q. Tipologiyada xarakter xususiyatida yoki temperamentda yaxshi yoki yomon degan tushuncha yo'q. Tushunarli. Unda sekin o'zimga aytasiz. Hammasini plus minusi bor. Hammasini. Bu chunki xarakter xususiyati hisoblanadi. Biza psixologlar har doim yonimizdagi insonlar bilan suhbatga kirishimizdan oldin kuzatib o'rganamiz. Endi bu haqiqiy psixologlar o'rganadi. Hozirgi nima deydi? Sevda psixologlar emas. Nimaga o'rganamiz? O'sha inson bilan biz uni tilida gaplashishimiz uchun. Demak, siz o'sha mana misol uchun bizni suhbatlarda ikkalamiz yaxshi kelishamiz, sezgan bo'lsangiz. Bilmayman, men sizga bemalol haddim sig'ib savol ham bera olaman. Va o'shanga yarasha javob ham ola olganman ko'pincha. Shuning uchun har mehmon bo'lib kelsangiz, o'sha bemalol bilmayman, ko'nglingizga tegadi deb ham savol bermagan ekanman. O'ylab ko'rsam-da, taq berib tashlayveraman. Demak, siz o'sha payti meni o'zim ichki hissiyotlarimdan, xarakterimdan kelib,
menga moslashgan ekan-siz. Shunaqa biz psixologlar kim bilan moslashib gaplashish xohlasak, birinchi o'rganamizda uni tilida gapirishni boshlaymiz. Agar xohish bo'lmasa, gapirmaysiz. Yo'q. O'zim bo'ladi ba'zan kimdir bilan xohlayman, sekin uni tilida gaplashishni boshlayman. Endi men NLP mutaxassisman, raport ham o'rnatib ketaman orada. Raport nima endi? Raport bu u odamni o'zi anglamagan holda o'zimga bo'ysundirish. Birinchi men o'zim unga sekin ergashaman. Saldan keyin o'zi anglamagan holda menga ergashishni boshlaydi. Endi siz yaxshi bilasiz bularni. Agar xohlamasam bu narsani qilmayman. Ko'rib tursa ham masalan temperamentini yoki xarakter xususiyatini ko'rib turaman, bilib turaman. Xohish yo'qmi, uni tilda gapirmayman. Tushunarli. Bu o'zimizga bog'liq. Endi men hozir nega bu savolni aytdim? Men misol uchun shu insonlar bilan suhbatga, muloqotga kirishganimizda ishoning, shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Bitta o'ynab berish qoladi-da, xolos. Bitta o'ynab bersamki, gapirtira olmayman-da. Shu darajada yopiq insonlar bo'ladi. Lekin bizni boshlovchilar, jurnalistlar ham masalan ularni o'sha ozgina bo'lsa ham xarakterdan kelib chiqib yondashuv qilishimiz kerak. Hozir fikrlaringizdan ham psixologda bu o'zi universal bo'lish kerak deyishadi-yu. Psixolog ham bo'lish kerak ekan demoqchiman. Bir kelayotganman kursingizga lekin. Psixologiya o'zi har bir yo'nalishda kerak. Har bir yo'nalishda. Chunki qarang, siz ham boshqalar ham insonlar bilan ishlaymiz, to'g'rimi? Insonlar bilan ishlayapsizmi? Ularning psixologiyasini bilsangiz, sizga juda katta foyda. Masalan, ochilish xohlamayapti deyapsiz, shunaqa psixologiyada yo'nalish bor, masalan, birinchi siz unga raport o'rnatasiz, uni ongi sizga ergashgan vaqtida, demak u sizga ochildi degani. Biz raport o'rnatib va uni tilida gaplashib turib, men sani odamiyman, ya твой человек. Zo'r. Siz o'sha посланияni berasiz. O'zbekchasiga bilmadim nima deydi. Ya'ni o'sha fikrni, hissiyotni berasiz. Hissiyotni berasiz va o'zi anglamagan holda sizni o'ziniki deb qabul qiladi-da va sizga ochilishni boshlaydi. Hech kimga aytmagan sirlarni ham sizga aytishi mumkin. Zo'r layfhak aytdingiz, lekin men qo'llayman bu narsani. Buni endi yo'llari, texnikalari bor, qoidasi bor-da buni. Xudo xolasa, biz mana shu narsani yaxshi o'zlashtiramiz, yo'nalishlarni va albatta har bir insonni o'zini individual kartasi bor. Kartasi degani xarakter xususiyati va metaprogramma. Ya'ni o'zini so'zlari bor, tili bor. Biz bitta kuzatib o'rganib olamiz buni. Shuning uchun psixolog, haqiqiy psixolog zo'r kuzatuvchi bo'lish kerak. Keyin o'ziga anglatmagan holda uni tilida gaplashamiz. Qoyil. Endi buni manipulyatsiya deyishadi va hokazo deydi-da. Men aytaman-da, xo'p, manipulyatsiya. Manipulyator emas inson bormi? Hamma ham ishontirgisi keladi. Gap unda emas. Aslida har bir inson manipulyator. Misol aytaymi? Xo'sh. Masalan, siz kimdandir arazlisizmi? Manipulyatsiya bu. Yig'laysizmi? Bu ham manipulyatsiya. Xafa bo'lasizmi? Bo'laman. Bu ham manipulyatsiya. Ignor qilisham demak. Ignor qilish ham manipulyatsiya. Yoki mana buni qilmasang, men senga buni bermayman. Manipulyatsiya. Aytganim qilmasang, senga ruxsat bermayman. Hammasi shartli bo'lib turib ham deng. Manipulyatsiya-ku. Men o'ylarkanman, manipulyatsiya bu faqat misol uchun bozorga tushdingiz yoki qanaqadir bir savdo rastasiga bordingiz-da, o'zini mahsulotini maqtab, oling, ana u yoqni ko'ring, bu yoqni ko'ring deb aylantirib sotishi yoki Bu reklama. Bu reklama. Yoki yana bitta holatlarda misol uchun kimdirga ishingiz tushib turdi va u bilan suhbatlashishingiz kerak. Misol uchun suhbatlashishingiz kerak, u o'zini yo'rig'iga solib olmoqchi bo'lsa, kindalashida, shu qo'shtirnoq. U ham manipulyatsiya. Kindalashini o'sha manipulyatsiya ekan, ammo lekin misol uchun farzandlarim qaysidir ma'noda noto'g'ri ish qilib qo'ysa, ularni jazolash sifatida gaplashmay qo'yishim manipulyatsiya ekanligini bilmas ekanman. Manipulyatsiya. Yana bu gaplashmay qo'yish arazlashdi. Bu detskiy manipulyatsiya. O'zi detskiy mana. Chunki bu bolalarga xos-da. Arazlab olish, xafa bo'lib olish, bu ham manipulyatsiya. Nimaga endi kattalar ham ko'rishishni qilishi hali bolalikka ketmagan bo'ladi? Da, chunki kattalardek o'tirib gaplashib kelishib olish kerak. Tushunasizmi? Siz gaplashmayapsizmi? Arazlab olsizmi? Bu detskiy manipulyatsiya. Bir kungina bo'ladi, jazolashim kerak. Ura olmasam, urisha olmasam. Masalan, turmush o'rtog'ingizdan arazlaysiz, to'g'rimi? Ular bilan ancha bo'ladi. Narsa oldirmagunimcha qo'ymayman. U ham manipulyatsiya. Rostmi? Manipulyatsiya ko'p. Masalan, qarang, manipulyatsiyani faqat biz farqiga borib olishimiz kerak. Ikki xil turi bor-da.
ekologichniy manipulyatsiya va chorniy manipulyatsiya. Ekologichniy manipulyatsiya masalan, agar sen hozir o'qimasang, ertaga sen katta odam bo'lmaysan. Bu uni foydasini o'ylab aytyapsiz. Bu ekologichniy manipulyatsiya. Yoki bo'lmasam, sen menga hozir mana buni bermasang, men bu pulni, senga bu pul buyurmaydi. Bu chorniy manipulyatsiya. Chunki bu yerda u odamga faqat zarar. Manipulyatsiya qilyapsiz. O'zingizni foydangizni o'ylayapsizda, unga zararini beryapsiz. Bu chorniy manipulyatsiya degani. Ekologichniy manipulyatsiyada u odamga zarar bo'lmasligi kerak. To'g'ri. Lekin hayotimiz turgan bitgani manipulyatsiya. Nima aytganmiz? Qarang. Namoz o'qimasang, do'zaxga tushasan. Bu ham manipulyatsiya. Tushunasizmi? Fatvo berib qo'ymagin deyshadi. Har bir joyda, har bir gapda biz manipulyatsiya qilamiz. Lekin nimagadir o'zimizdan aql yasab, men manipulyatsiya qilmayman, ana manipulyator, ana egoist. Baho berishga ustamiz. Juda. Muhokama qilishga juda. To'g'ri, to'g'ri. Inqirozimiz shudir balki. Bu hamchi ilmsizlikdan. Xo'p, ilmsizlikdan deyapsiz-da. Masalan, qanaqa tushunasiz ilmni? Masalan, qarang. Men aytyapman, manipulyatsiya har bir hayotimizda bor. Men buni bilaman, o'qidim, o'rgandim, to'g'rimi? Shuning uchun kimdir menga manipulyatsiya qilayotganda, sen meni manipulyatsiya qilyapsan demayman. Indamayman. Agar chorniy, qora manipulyatsiya ishlatayotgan bo'lsa, ya'ni meniga zararimga, men darrov to'xta deyman. Sen hozir faqat o'zing foydangni ko'zlab aytyapsan. Aslida bu menga zarar. Bu nomering menga o'tmaydi. Xo'p, himoya mexanizmi bor-da aslida siz shuning uchun. Himoya mexanizmi hammamizda bor. Lekin ilmsizlikdan deyotgani, o'zimiz bilmagan holda ana manipulyatsiya qilyapti. Bu чистый manipulyator deb qo'yasiz-ku. Bu ilmsizlik. Chunki agar bilsangiz, hamma manipulyatsiya qiladi. Bu tabiiy holat. Va tabiiy qabul qilish kerak. Da. Tabiiy qabul qilish. Mana egoist bo'lib qolasan, egoistsan desam, men egoist ekanman deb xavotir olishadi odamlar. Men aytaman, kim egoist emas? Ayting, kim egoist emas? Mana hozir siz namoz o'qib chiqdingiz, to'g'rimi? Bu nimaga kiradi bilasizmi? O'zimni ertangi anaqamni o'sha oxiratim uchun vizitkamdir. Ibodat qildingiz. Ibodat qildim. Kim uchun qildingiz? O'zim uchun qildim. O'zingiz uchun qilganingiz egoistlik emasmi? Albatta. Ko'ryapsizmi? Endi qarang, hozir siz aytyapsiz-da, o'zing uchun qilding. Kimdir uchun, kimdir joy namozda o'qimaysiz-ku. Xuddi shunaqa, ko'ryapsizmi? Egoist bo'lish ham normal holat. Yo'q, hozir siz meni fikrlarimni vashsha anaqa qilib olasiz. Xo'p, biz shunaqa bo'lganmiz-ku, shunaqa yaralganmiz-ku. Xo'p, mana shu egoistlik deyiladi. O'zingiz uchun qilganingiz odamlar nazarida bu egoistlik, tushunasizmi? Faqat biz qanaqa tushuntiradi atrofimizdagilar? O'zingizga foyda bo'lsa-yu, unga foydasi bo'lmasa, sen egoistsan. Mandatlar to'qnashuvmi, tipa taqa nimadir, Aslida bu ham manipulyatsiya. Sen egoistsan deb aytyapsiz, aslida bu ham manipulyatsiya. Lekin o'sha eshitgan odam, men egoist ekanman, men egoist emasman deb o'zini oqlamoqchi bo'ladi. Men aytaman, nimaga oqlaysiz? Egoist bo'lish yomon emas. Tushunasizmi? Egoist bo'lish degan nima degani fanda? Men o'zimga eng yaxshisini ravo ko'raman, sizga ham shuni ravo ko'raman degani. Keling, oilaviy turmushga bog'lab gaplashaylik egaingiz. Masalan, men bir misol aytaman. Ko'p oilalarda bo'lsa kerak bu narsa. Deylik, o'sha faqat qaynona kelin masalasiga tegmaymizda. O'sha oilada yashayotgan kelinni o'zini, meni. Masalan, bizda va men bu an'analarni, qadriyatlarni parchalanishini aslo istamayman. Ko'pchilik aytadi, misol uchun Midipa, hozir sal mavzuni uzoqdan olib kelaman. Ko'pchilik aytadi, qizlarni, o'zingiz ham aytgansiz, adashmasam, qizlarni biz nimaga tayyorlaymiz? Birinchi oilaviy hayotga tarbiyalaymiz. Kelin bo'lsang, erga tegsang qilasan, xorijga ham borsang, ering bilan borasan. Shunga o'xshash bir suhbatlar davomida uni faqat eng zo'r joyi bu oilasi, turmushi deb tushuntiriladi-da. Lekin qarang, mana men o'zim turmushga chiqqanimga 15 yil bo'lgan bo'lsa, rahmatli dadajonim shunaqa bir shart qo'yganlar, ya'ni sevishmaysan deb. To'g'ri, fokusni masalan turmushga chiqqunimga qadar bo'lgan jarayonga ulashga harakat qilganlar. Lekin o'zim Samarqandlik bo'lganim uchun Samarqand davlat universitetida o'qiganman. Ko'p savolimga hozir javob ola olmayman. Rahmatli dadajonim olamdan o'tganlar va javob olganman-ku, olmaganman, lekin qanaqa vaziyat bo'lgan, mana sizga aytaman, qarang. Bizda nima bo'ldi? Bo'ldi, dadajon, men magistraturada o'qiyman va jurnalist bo'laman deganimda, xavotirda edilar-da ular. Aytardilarki, qizim, turmushga chiqasan, magistraturangni turmush o'rtog'ing o'qitsa o'qiysan dedilar. Meni endi miyamga berilgan bu komanda-ku. Men nima qildim? Faqat fikr xayolim,
Xo'p, turmushga chiqaman, magistraturaga ko'ndirishim kerak. Kelgan sovchi, misol uchun sovchi ko'p keladi, suhbat bo'ladi. Kimdir o'qitaman deydi, kimdir o'qitmayman deganlarni absolyutni ro'yxatdan o'chiraverardim. Lekin shu turmush o'rtog'im, qaynanam juda ham yaxshi insonlar, ko'p kelib, shu qatnaganlardan keyin onam bilan suhbat bo'lgandan keyin o'zim eshitib qolganman. Endi hovlida, eshiklar ochiq, havoni issig'ida nima qilsangiz, onajonim ismlarini aytib, mamlakat opa, qizingizni o'zimiz o'qitamiz magistratura degan narsa meni o'sha yerda ilinj bo'lib olib ketganda. Fokusim nima bo'lgan? Magistraturada o'qisam, men jurnalist bo'la olaman deganman-da. Shunga harakat bo'lgan va shunga men rozi bo'lganman. Eng qizig'i kuyov bilan o'sha turmush o'rtog'im bilan ko'rishmaganman ham hattoki-da. Faqat niyatim dadam aytganlar-ku, sen turmushga chiqqandan keyin magistraturada ering o'qitadi. O'sha narsa ushlagan. Ustanovka shunaqa. Ustanovka, lekin men 5 yoshimda jurnalist, mana shu kamera, mikrofon, kamera chiroqlar meni yuragim bo'lgan u. Men mana shu yerda yashayman-da, mana shu yerda yonaman. Boshqa payt unaqa bo'la olmasligi mumkin-da, lekin o'sha qon-qongimga mana shunga mehr qo'yganim uchun nima qilganman? Ha, demak, bular meni o'qitaman deyapti-da, magistraturaga. Men to'g'risini aytyapman, ochiq haqiqatni aytyapman. Kim bo'lishi qiziq emas, lej o'qitsa bo'ldi. O'qitsa bo'ldi, magistraturada o'qisa bo'ldi. Lekin hayoti pasti balandini u inson bilan men unaqa o'zimga ko'z qo'yganda to'g'ri keladimi, yo'qmi, oilaga moslasholamanmi, yo'qmi, absolyut u narsalar bo'lmagan-da. Lekin qarang, mana bizga shu ustanovka keldimi? Haqiqatdan meni o'qitishdi, turmushga chiqdim. Qornimda farzandim bilan, birinchi farzandim bilan magistraturaga kirdim. Ikkinchi farzandim tug'ildiki, ikkinchi kursni tugatdim. Birinchi kursda birinchi farzandim, ikkinchi kursda ikkinchi farzandim tug'ildi. Hayoti nima orzuni orqasidan ergashish shunchalik bo'lganki, u yerda menim oiladagi menim judayam qanaqasiga tushuntirsam, qolib bo'ladi, mana qog'ozi qolib, ha, 4 format. O'shandan ham misol uchun qolib deymiz, hammaning o'zining qolibi bo'lishi mumkin yoki har bir oilaning o'zining shakli bo'lishi mumkin, o'zining tartiblari bo'lishi mumkin. U bizning oilada o'sha meni qolipdan chiqishim, o'zimni meni singdirishim, o'zimni orzuyimdan qiynalsamda o'sha osilib jamoat transportlarda yursamda o'sha paytlari ergashish kuchli bo'lganda. Qarang endi, lekin qo'llov bo'lgandir oilamdan, juda katta qo'llov bo'lgan. Qaynanam qarab turgan chaqaloqlarimga magistraturada o'qiyman, borib ko'tarib borishardi, ko'krak berardim, emizardim, yana kirib darsimga o'qirdim. Mana shunaqa vaziyatlar bo'lganda, hozir o'ylayman. Nega deyman? Nega misol uchun qizlarni, misol uchun o'sha oiladagi ozgina o'sha o'zini xohish istaklarini, orzusini amalga oshirishga imkon berishmaydi? Nega qo'liga supurgi baribir tutqizib qo'yishadi? Mayli, kerak. Ozodalik, saramjonlik, sarishtalik kerak. Ro'zg'orda chiroyli ovqat qilish kerak. Lekin siz aytdingiz, ovqat qilmayman, unga keyin to'xtalamiz desam, kerak mana shu narsalar. Chunki nimaga ertaga farzandi ham tug'iladi, doim ham enaga imkoni bo'lmasligi mumkin. Hamma oila har xil, 5 qo'l baravar emas. Lekin nega o'sha masalan qoliplar bir xil bo'lishi kerak hamma joyda? An'analar, urf-odatlar bir xil bo'lishi kerak va nima uchun ayollar, kelinlarni o'sha orzu istaklari meni rivojlanib ketishiga qanaqadir to'siqlar bo'laveradi? Nima deb o'ylaysiz? Bu mentalitet va ota-bobolarimizdan o'tib kelayotgan urf-odat. Ya'ni eskilik sarqitidan qolib ketgan stereotiplar. Men xafa bo'lardim agar siz hozir eskilik sarqiti desangiz. Chunki bu rost. Nega sarqit bo'lishi mumkin? Chunki qarang, kelin supurgi olib, uy supursa, hovli supursa, suv sepsa, ertalabdan turib qayta o'sha toza joyiga farishtalar kelmaydimi, barakalar kelmaydimi? Nega eskilik sarqiti? Yo'q, men supurishga nimam yo'q, qarshiligim yo'q. Hamma o'zini o'tirgan joyini tozalashi kerak, bu muhim hisoblanadi. Shunaqa ayting unda. Lekin men urf-odat deyotganimda kelinni doim bizda oxirgi paytlarda, oxirgi emas, to'g'riroq oldindan deylik, kelinga qul sifatida qaralishi bu eskilik sarqiti deb bilaman. Tushunasizmi? Kelinga alohida shaxs sifatida qaralish shart. Opajon, bitta savolda sizga, mayli, men o'z bugun gapirishga kelganman, lekin kasbiy faoliyatimda savollarim qo'ymayapti. Xo'p, shaxs sifatida qarash kerak deysizda. Umid opa, mendan kattasiz, men sizdan kichkinaman. Mendan kichkina pokoleniya bor. Va shunaqa vaziyatlar, jarayonlar bo'lgan. Agar ularga imkon bersangiz yoki ularning xayolida hattoki onani ham, o'sha qaynonani ham bir chetga surib qo'yib, o'zi yashab ketishga istak kuchliroqda. Men yaqin sinfdoshim bilaman, ismini aytmayman. Yaqin sinfdoshim juda chiroyli qiz edi. Juda ham o'zgarishi, bir chiroyli latofati bor edi. Turmushga chiqdi, ertaroq, hammamizdan ham ertaroq turmushga chiqdi. 11-sinfda tugatmay, keyin tez chiqdi turmushga va o'sha qiz men hali o'qishni o'ylab yurgan paytim uni ko'zi ko'karib kelardi. Qiz shunaqa yig'lardi, shu sinfdoshim suv bo'lib yig'lardi, qo'shnimamidi. Senga nima bo'ldi desam,
aytardik, bitta so'z aytardi, man orzu qilaman qaynana bilan yashashni degan. Nega desam, eri yolg'iz bo'lib, himoyasiz qolgandir o'sha kelin, o'sha qiz. Uni misol uchun erini hey to'xtagin deb yoki kiloni isloh qiladigan inson hayotda chiqib ketgandir. O'sha sinfdoshim qaynana bilan yashash nimasini fikrini singdirganda, men demak qaynana bilan yashasa yaxshiroq ekan deganman va orzuga kirishganman. Ancha paytdan keyin o'qishga kirdim, keyin turmushga chiqdim, lekin shu sinfdoshimiz so'zlari, uni o'sha kalta yeb kelganlari esimdan chiqmaydi hech qachon. Hozirgi qizlar alohida bo'lsa, misol uchun o'sha ko'chadagi o'sha yarim tayyor mahsulotlarga buyurtma bersa, mehr qo'shilib bir ovqat qilishni unutib qo'yyapti emasmi nazarimda? Yo'q, qarang, alohida bo'lish boshqa tema bu. Siz aytayotgan o'rtog'ingiz yana boshqa tema. Biz bitta odamga qarab umumiy fikr bildira olmaymiz. To'g'ri, bu oila qiyin. Chunki unda shunaqa bo'pti, hammada shunday bo'ladi degani emas, bu bir. Ikkinchidan, alohida shaxs deganim, bu alohida yashash degani emas. Ya'ni kelinga u ham inson, u ham birovni bolasi. Buni ehtiyot qilishim kerak degan qaror bo'lish kerak. Kattalar tarafidan, bu kattalar tarafidan bo'lish kerak. Endi kelinga qaraydigan bo'lsak, xo'p, u ham birovni uyga kelganidan keyin bu erim ota-onasi, meni ham ota-onamga o'xshagan insonlar. Tushunasizmi? Shunaqa qarash kerak. Men alohida yashash, yashamaslik haqida gapirmoqchi emasman. O'sha men nega alohida yashashga olib keldim? Bu tarbiya hammasi. Ha, tarbiya. Ana o'sha tarbiya haqida dey. Mana misol uchun siz aytayotgan qizlar, deylik, qaysidir ma'noda berilgan imkoniyatni suiiste'mol qilishadi. Nima uchun alohida yashash xohlashyapti bilasizmi? Xo'sh, chunki boya aytgandek eskilik sarqitdan qolib ketgan bitta gap bor. Qaynanani yomon ko'rsatishadi bolaga yoshlikdan. Har doim eshitgan bo'lsangiz, qarang, qaynanani yomon deb tushuntirishadi. Qaynaning bilsa bormi? Qaynaning bu xarakteringni ko'tarmaydi. Qaynaning senga ruxsat bermaydi. Qaynanani qanaqadir yomon, yovuz maxluqot deb tushuntirishadi qiz bolaga. Bor narsa bu. Qattiq eshitdingiz, qaynana zo'r bo'ladi degan gap juda kamdan kam holatda eshitib qolish mumkin. Masalan, meni ham qaynanam bor, meni ham qaynanam yaxshilar. Juda yaxshilar, meni ham qaynanam. Lekin qarang, bunaqa aytadigan odamlar juda kam. Ya'ni rostini aytadiganmi yoki yaxshi qaynanalar kammi? Endi unisi ham bunisi ham desak bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Hozir faqat bu yoki u deya olmayman. Lekin ko'proq bizning mentalitetda nimagadir qaynanani yovuz deb yetkazishadi. Va qiz bolalar, ya'ni mana shu turmushga tayyorlanayotgan, katta bo'lib kelayotgan qizlar qaynanani уже yomon deb miyasida yomon deb qabul qiladi. Ustanovka ketyapti. To'g'ri. Va qarabsizki, qanaqa qaynanani uchratadi? Yomonini. Chunki ustanovka shunaqa yomon. Albatta nima qiladi? Yomondan himoya bo'lish kerak. Qochishni xohlaydi. Ya'ni alohida yashashni xohlaydi. To'g'ri. Chunki qaynana hayotida qanaqadir yovuz tushuncha. Bu hammasi mentalitetdan kelyapti. Qaynanani yomon deb emas, balki u ham ona tushunarli deb tushuntirilsa edi, boshqacha bo'lardi. To'g'ri, to'g'ri. Gap shunda. To'g'ri. Menimcha qaynana kelin yetsa kerak. Bu narsa o'sha aytmoqman, yoshlikdan berilayotgan. Bola ham ko'radi-yu, onasiga bo'layotgan munosabatni o'sha qaynana tarafdan, boshqadan eshitadi, qo'shnidan eshitadi. Ana uni qaynanasi bunaqa qilibdi. Buni qaynanasi bunaqa, buni qaynanasi bunaqa. Bola ko'rib eshitib katta bo'lyapti. To'g'ri. Qaynanalarni maqtaydiganlar hozirgi paytda sanoqli. Sanoqli, to'g'ri. Nechta odamni sanaymiz hozir? Juda kam. Endi shu oila shunaqa nozik mavzu masalaki, masalan o'sha aytganingizdek, hammani o'ziga yarasha tipologiyasi, vatani bor-da. Uni misol uchun bu vatan bilan bu vatanchani, ikkita vatanni bir-biriga solishtirishi o'zi noto'g'ri. Masalan, shunaqa. Dunyoga qarasangiz ham, xaritaga qarasangiz ham vatanlar, davlatlar bir-biriga o'xshamaydi-yu. Shunga o'xshash narsa-da bu ham. Lekin bir buvim aytardilar, rahmatli. Endi amakilarim, tog'alarim oilalarida shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, biz endi kichkinaligimizda katta oilada katta bo'lganmiz. Prям o'sha hovli, amaki farzandlari, qizlari, o'g'illari, tengdosh ammalarim, xolalarim hammamiz katta oilada katta bo'lganmiz. Kichkina oila bo'lmaganman-da. O'sha ko'rganman, kuzatganman. Bir amakimni oilasidan, bir tog'amni oilasidan, bir xolamni oilasidan, bir ammamni oilasidan xulosa olib kelganman-da. O'sha payti urushib qolishsa, boshqa qilishsa kelganda buvim bosardilar-da. Og'ir bo'ling, kelin yangalarimni, kelinlarimni bosardilar. Kelinjon, siz og'ir bo'ling yoki ammamni, xolalarimni, qizim, sen og'ir bo'lgin, shunaqa bosishardi. O'sha bitta tarafi balansini ushlash, bosish
yaxshi natija bergan. Lekin buvijonim rahmatli bitta oltin so'zlari bor aytardilar. Oila shunaqa bir nozik xilqat, nozik masalaki, unga hamma ham aralasha olmaydi. Aralashtirishni o'zi bir katta bir tushunmovchilik. Katta bir noto'g'ri eshittirdilar-da. Lekin hozir sal noto'g'ri mojarolar chiqsa ham bilmadim, oilalarda aralashish ko'payib ketdi shekilli. Aralashuv ko'p, keyin boyaga aytganimdek tushunmovchilik ko'p. Tushunishni xohlamaydi. Hamma o'ziga o'xshagan bo'lishini talab qiladi. Masalan, shu qaynona kelin mojarosi, er-xotin mojorosida hamchi menga o'xshasa bo'lmaydimi? Men qilganman-ku, men chidaganman-ku, men unaqa qilganman, mana shunaqa. Lekin biz bir-birimizga o'xshamaymiz. To'g'ri, bizda ikkita ko'z, ikkita qo'l, ikkita oyoq bor. Lekin bizani ustanovkalarimiz, tarbiyalarimiz har xil. Biz har xil joyda o'sdik. To'g'ri. Bizning dunyoga qarashimiz har xil. Hattoki bitta oilada 4 ta farzand bo'lsa, 4tasi 4 xil bo'ladi. Qanaqa qilib biz o'zimizga o'xshagan bo'lishni talab qiladi? Mana shu o'zimizga o'xshagan bo'lishni talab qilib, o'xshamaganidan biz xafa bo'lib, norozi bo'lish, didiyolar ko'payish boshlanyapti. O'sha tushunmovchilik bular hammasi. Va boyaga aytgandek, yoshlikdan qo'rqitib ustanovka berish. Mana bunaqa bo'lsang ering qayda boradi, ering chidamaydi, qaynanang bundoq bo'ladi, qaynanang bundoq bo'ladi. Bu hammasi ustanovka. Chunki qarang, psixologiyada shunaqa narsa bor. Sen nimani o'ylasang, sen o'shasan. Bu degani, agar sizni tushunchangizda qaynana yomon bo'lsa, sizda albatta qaynana yomon bo'ladi. O'z-o'zidan siz qochishni boshlaysiz. Chunki yomon joyda qolishni xohlamaysiz-ku. To'g'ri. Agar erkak kishi yomon bo'ladi deb o'ylasangiz, haqiqatan erkak yomon bo'ladi. Chunki biz nimani o'ylasak, o'shanda yashaymiz. Chunki bizni o'ylarimiz bu niyatlarimizda, niyatlarimiz bu bizning duolarimiz hisoblanadi. O'sha yuzaga chiqadi. Albatta shu yuzaga chiqadi. Shuning uchun biz aytamiz, fikrlarni ijobiy qilinglar, niyatingizni to'g'ri qil. Hamma narsa niyatga bog'liq. To'g'ri. Niyat juda ham boshqacha bir ilohiy mo'jiza. Tushuntirib bera olmaysiz, so'zlar bilan ayta olmaysiz-da, xayolingizda hattoki bo'lgan, xayolingizdan bir 20 daqiqa, hatto 1-2 sekund oldin o'tgan narsangiz ham amalda bo'lib qolishi xuddi shunaqa. Endi mana bu bolalikdagi narsalar bor-ku, yonimizdagi kattalar o'zlari bilmagan holda noto'g'ri niyat singdirib qo'yadi-da. Masalan, qaynanang kuning ko'rsatadi, qaynanang senga chidamaydi. Ya'ni unga o'sha tilaklarimizni aytib niyat yoki bo'lmasa oddiy misol kattalar gaplashyapti. Anoni qaynanasi yomon ekan, mana bunaqa qilibdi, uyda qayda borib, voy, anoni qaynanasi oilani buzib yuboribdi deb gaplashyapti kattalar. Bola eshitdim. Shuncha nima bo'ldi? Qaynana yomon ekan, opasniy. Ya'ni xavf. Ustanovka bu ham niyatda. Endi men hozir tushundim bitta narsani. Hozir demak bizada o'zlari haqiqatda yaxshi insonlar, qaynonam rosa ham. Hozir o'ylayapman-da, katta oilada o'sganman dedim-ku. Bolaligimda o'sha qaynona haqida bir negativ eshitmagan ekanman-da demak. Eshitmaganingiz yaxshi-da. Eshitmagan ekanmanki, hozir mana misol uchun o'zlari haqiqatda zolotoy ayollar, juda ham tilla ayollar, yaxshi insonlar, juda ham yaxshi insonlar. O'zlari mana egizak farzand tuqqan bo'lsalar, navaralari ham egizak bo'lib tug'ilgan. Masalan, men aytaman, juda ham omadli insonsiz, juda ham omadli ayolsiz deyman-da. Ular ham meni duo qiladilar. Lekin men bir marta bir xayolimga yomon narsa kelmagan ekan deyman-da, shu paytgacha. Men ham eshitmaganman-da. Siz ham bolaligingizda eshitmagansiz deyman. O'shaning uchun. O'shaning uchun. Agar eshitganimizda har qayoqdan biz ham o'zimizga o'zimiz nastroy qilib olardik, bilmagan holda. Hurmatli ayollar, onajonlar, qiz farzandi bor, opa-singillar, o'g'illiklar ham bo'lsa hattoki qaynonalarni bugundan yaxshilashni boshlaylar. Haqiqatdan mana zo'r gaplar aytdingiz, nastroy berar ekansiz. Hatto o'zingiz bilmagan holda tilak bildirib qo'yar ekansiz, niyat qilib qo'yar ekansiz. Yaxshi emas ekan bu narsa, bu kerak ekan juda ham. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot. Va farzand tarbiyasida ham so'zlarni ehtiyot ishlatish kerak. Aytishadi-yu, har gapga farishta omin. Xuddi shunaqa. O'sha narsa bor narsa-da o'zi ham. Da, dinda har bir gapga farishta omin deydi. Fanda har bir o'ylagan narsangiz miyangizda neyron bo'lib tuziladi. Neyron esa sizni xatti-harakatingizni boshqaradi. Keyinchalik esa bu sizni taqdiringizga aylanadi. Qarang. So'zlar orqali boshlanadi hammasi. Zo'r. Psixologiyani inson to'g'ri ilmiy yondashuv bilan o'zlashtirsa, umuman hech kimga qarshilik, kimnidir hayotini buzib yuboradigan yoki qanaqadir kimnidir yo'ldan uradigan narsa yo'q. O'zini ham hayotini izga qo'yadigan inson bu. O'zini ham hayotini izga qo'yadi. Boshqalarni to'g'ri tushunishni, to'g'ri qabul qilishni o'rgatadi. Eng qiziq joy bilasizmi nimada? Xo'sh. Agar siz psixologiyani to'g'ri o'zlashtirsangiz, siz hech kimdan xafa bo'lmaysiz. Ayb qidirmaysiz, norozi bo'lmaysiz, nafratlanmaysiz.
Opa, bu psixologiyani o'zimi yoki o'sha sakinat izlashga harakatmi? Psixologiya fani haqiqiy ilmiy yo'nalishi sizga shunaqa ochib beradi insonlarning xarakter xususiyatini va sabablarini. Faqat diqqat bilan o'qishni aytyapsiz. Albatta, sabablarini siz bilganingizdan keyin hech qaysi insonni yomon ko'rib qola olmaysiz. Hech kimni xafa bo'lolmaysiz va kimdandir nimanidir kutmaysiz. Baqara surasida bor bu oyat kelgan, aynan nechinchisi ekanligi esimda yo'q. U yerda aytilganki, agar siz halim bo'lmoqchi bo'lsangiz, ya'ni taqvo qilsangiz, Allohga iymon keltirsangiz, aslida shu yozilgan Baqara surasida bor. Taqvo qilmoqchi bo'lsangiz, iymon keltirmoqchi bo'lsangiz Allohga, yagona qiladigan ishingiz atrofingizdagilarga yomon gapirmang. Yaxshilik tilang. Yaxshilik tilang, g'iybat qilmang. O'sha boshlaganda xuddi shunaqa. O'sha narsani hozir chunki men hozir miyamda yana исключение ketyapti, bir-biriga urishib boshlandi. Urishmasin. Qarang. Demak, psixologiya ham o'sha shunchalik sofki. Ha, din bilan bog'lasangiz, biriga bir to'g'ri keladi. O'shani aytmoqman-da. O'sha oddiy misol, psixosintezda insonni ongini 7 ga bo'lgan tuxum sifatida qilib, Roberto Assagioli va har birini xarakter xususiyati aytib chiqilganda, dinda olsangiz 7 ta nafsga shunda to'g'ri kelib turibdi. Demak, biz o'sha Qur'oni Karimdan olganda. Ha, men aytmoqchimanki, agar ilmiy psixologiya to'g'ri yo'nalish qilib o'rgansangiz, chunki hozirgi paytda-chi ezoterika chiqdi-da, adashtiryapti insonlarni. Ana shu bor. Ezoterika umuman na dinga, na fanga to'g'ri keladi. O'zi ilmiy tasdiqlanmagan ham. Lekin ommalashgan. Ommalashdi, chunki marketing hisobiga-da va shuni hisobiga odamlar psixologiya yomon ko'rib qoladi. Lekin haqiqiy ilmiy tasdiqlangan psixologiya o'qiydigan bo'lsangiz, bizani dinga biriga bir to'g'ri keladi. O'shandan olingan. Sakinat. Chunki men o'zim mana 21 yil bo'ldi psixologiyaga kirganimga. Albatta, buni ichida men dinni ham ozgina ko'rib, izlanib, kitoblarni olib, o'qib, solishtirib chiqdim-da. Men aytmayman, 100% dinni zo'r o'zlashtirdim. Lekin kerak joylarida shunaqa biriga bir to'g'ri kelyapti. Buni aytsa, bunisi to'g'ri keladi. Buni aytsa, bunisi to'g'ri kelyapti-da. O'zi shunaqa narsa, bir mo'jiza-da. Agar siz savollaringiz miyangizda aylanib turadi-ku. Hattoki men qoyil qolganman, nima haqida o'ylasangiz, oldingizdan shu narsa chiqib turadi. Bu ham fanda bor, dinda ham bor, fanda ham bor. Javobi chiqib turadi. Men aytaman, xo'p, hozir men bir so'z aytdim, bir jumla haqida o'yladim yoki nimadir haqida fikrlayapman. Qanchalik qarorim to'g'ri? Ba'zida men onamni asrayman, turmush o'rtog'imga aytmasligim mumkin. Ba'zida men ham yolg'iz qolaman. Mana qarang, o'sha suhbatlarimda men aytaman, hozir nima qilsam deganda javob topa olmayotganimda aytmayman, opa, mana shundan undan deyolmayman, lekin javobi kimnidir hattoki egnidagi libosidan javob kelib qoladi. Bu insight deyiladi fanda. Bu degani mana dinda ruhimiz bor, to'g'rimi? Fanda ongsizlik. U hamma narsani biladi. Javobni biladi. Faqat uni aqli yo'q, qoidani bilmaydi. Ya'ni ruhiyatimizmi? U masalan nima qilsam dedingiz-ku, zapros ketdi. Shuning uchun o'zingiz anglamagan tushingizda yoki kimnidir gapida, kimnidir qilgan harakatida to'satdan qandaydir fikr bilan sizga javob kelib qoladi. Bilasizmi? Javob o'zidan o'zi keladi. Hattoki kichkina yosh boladan savol berib so'rang-da. Ular cho'tki javob beradi. Ular oldindan sezadimi shu narsani? Bolalarda, yosh bolalarda hali super egosi juda kuchli emas-da. Ularda ko'proq ongsizlik, ruhiyat ko'proq boshqaradi. Shuning uchun ular to'g'ri javob beradi. Oddiy masalan, bir narsani hal qila olmasa, 5-6 yoshli boladan savol berib so'rang-da. Oddiy javob beradi, lekin eng to'g'ri javob shu bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Bir kontent olmoqchi bo'ldim. Qiziq ish bo'ldi. 6 yoshli qizim. Yotdim, spalnida, divanda yotdim. Oldimga kelib qoldi-da. Keyin Fatima dedim. Nimadir ish buyurdim, qilmadi. Qizim dedim. Shundoq keldi, eshikni ochdi. Oyijon, 5 daqiqa kuting, men bandman dedi. Yo'q dedim, birinchi men aytganimni qilasanmi? Men tarbiyalamoqchiman-da, o'zimga gapimni sindirmoqchimanmi? Yo'q dedi. Fatima dedim desam, nima dedi, yana qaytib kirdi. Xullas dedi, men bandman dedi. Bundoq qildim, aytdim. Yo sen yomon shorts ko'rgansan dedim YouTube'dan dedim. Yo nima ketdim kirishga. Oyijon dedi.
Men u narsani hech qayerda ko'rmaganman. O'zi kelib qoldi dedi. Keyin kontent oldim. Qanaqa qildim? Tarqal. Agar kimgadir yoqmayotgan bo'lsam, tarqal. Mana endi qayerdadir ko'rganman, lekin qizimni harakati o'sha bundoq qilgani esimga tushib ketdi keyin qarasam o'sha ijtimoiy tarmog'imda faol bo'lib ketdi. Hamma o'ziga qo'yadigan bo'ldi. Hozir men nima qilaman? Nimadir maslahat so'ramoqchi bo'lsam, qizim, nima deysan? Mana shunaqa bo'lyapti desam, "Yo, unaqa qilmasin, unaqa qiling" deydi. Shunaqa yavni javob beradi. Men aytaman, "Voy, ne shu narsaga aqlim yetmadi ekan." Chunki bizda super ego уже rivojlanib bo'lgan bizda. To'sarkan-a shu narsa. Super ego bu atrofdagi insonlarning gap so'zlari, qonun qoidalari, fikrlarida katta bo'lgan sayin biz atrofda ko'raveramiz, eshitaveramiz-ku. Shuning uchun yig'ilib boraveradi super ego. Bolalar hali toza, oppoq, varroq. To'g'ri. Unga nima yozsangiz shu. Natijani shuni olasiz. To'g'ri. Zo'r. Boladan so'rash kerak, to'g'ri. Boladan so'rash kerak. Aslida bu javob bizda ham bor. Bizda super ego ko'payib ketgancha biz eshitmaymiz. Bizda ichki ovozimiz bor-ku. O'sha to'xtatib, qaytarib turadigan. O'shani nimagadir eshitmaymiz. Chunki biz bu dunyoni ishlariga berilib ketganmiz. Yengillik o'qib qoldimda, bitta erkak kishi ayolini va ikkita farzandini o'ldiribdi. Bunaqa narsa juda ko'p kuzatilyapti-da. Har naqaga kirganingizda bitta kimdir o'ldirgan chiqyapti. Yaxshi. Ko'p bunaqasi ko'p. Bu qanaqasi unutilib qolgan erkak demoqchiman-da. Yo'q, qarang. Men sizga bitta narsadan norozi bo'lib aytaman-da. Ukangiz bor-a? Hayotingizdagi erkaklarni aytib bering-da menga. Ukangiz borlar, turmush o'rtog'ingiz borlar? Ukam bor, turmush o'rtog'im bor, o'g'illarim bor. O'g'illaringiz bor, qaynatam bor, qaynatangiz bor. Demak, to'liq erkaklar, misol uchun erkaklar bilan to'liqsiz-da. Farzand kichkinaligingizda otangiz ham masalan kamida uncha qizdan kam qilmay mehr bera olganlar. Imkoni boricha balki. Qarang. Shunaqa vaziyatlar bor. Men kichkinaligimdan analiz qilib kelgan tahlillarimni bugun gapirmoqchiman-da. Qanchalik noto'g'ri, qanchalik to'g'ri va baribir meni balki o'zgartirasiz fikrimni, balki o'zgartiramas. Chunki sal qaysarlik xarakterim bor. Oqni oqdeb turaveraman, shunaqa odatim bor. Qarashu. Agar noto'g'ri bo'lsa, to'g'rilasangiz men jon quloqimdan eshitardim. Umid opa, qarang, bunaqa narsa bor-da. Erkaklar shunaqa vaziyat bo'ladi, siz aytdingiz, o'zining qobig'iga kirib qoladi. Ularni kuchli bo'lishga biz majburlaymiz. Yig'lamagin deymiz, to'xtatamiz kichkinaligidan, qat'iyatli qilishga harakat qilamiz deymiz. Lekin o'sha ko'p eshitilgan so'zlarning yig'indisidan hozir aytaman, tanish so'zlar, o'sha qizlarga misol uchun ro'zg'or, urf-odatlar, uy-yumush ishlariga o'rgatsak, erkaklarni lekin bitta o'sha lampa almashtirishga, lampochka almashtirishga o'rgata olmasligimiz mumkin. Balki o'z holiga tashlab qo'yarmiz-da. Ana o'sha kichkinalikdan, bolaligidan erkaklar nazoratdan yoki bir e'tibordan chetda qolyapti deb hisoblayman. Keyin nima bo'lyapti? Bora to'g'ri. Men misol uchun nimaga nazoratdan qolyapti deb hisoblayapsiz? Ular misol uchun o'rgatilmaydi ko'pincha. O'rgatilmaydi. Ayollar, qizlar ro'zg'orga o'rgatilamiz-ku. Erkaklarni misol uchun bozor o'charlikka. Nimaga o'rgatilmaydi? Bilmayman-da. Sababi uni o'g'il bola, o'sha narsa qilmasa ham bo'ladi deyshadi. Xo'p, mana shu narsa ham inqirozmi? Erkaklar unutilib qo'yaptimi? Unutilmas, ularni juda tepaga ko'tarib boryapti. Narsist qilib tarbiyalashyapti. Xo'p, qarang, narsist, Xo'p, katta bo'ldi. Keling, mayli, bolalikdan kattalikka o'tdi, oilani bo'yniga oldi, gardaniga oldi, er-xotin ketishdi, qo'sh ho'kiz bo'lib deymiz aslida. Ketishdi-ya. Lekin ma'lum bir vaqtlar bo'ladi. Erkaklarni o'sha mas'uliyatsizligi ortib ketadi. To'g'rimi? Lekin men oila va gender ilmiy tadqiqot institutida matbuot xizmatida ishlaganman. Briefinglarda ham ishtirok etganman, tadqiqotlarni ko'rganman, o'qiganman, o'rganganman. O'sha o'zimizning o'zbek yigitlari, o'zbek erkaklari, o'sha 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan asosiy o'sha oilani sudrab olib ketadiganlar bilan suhbat, savol-javob, so'rovnoma bo'lganda ular aytilganki, misol uchun imkoniyatlar beriladigan joy bor-ku. Imkoniyatlar degan joyda erkaklar ozgina savalanadi, ularga imkoniyat berilmaydi. Masalan, xato qilinadigan bo'lsa, qayta imkon berilishi uchun qanaqadir sharoitlar balki yo'qdir. Misol uchun ayollar deylik uyda o'tirib ham tadbirkorlik qilishi mumkin, SMM yoqishi mumkin, tikuvchiligini qilishi mumkin, farzandini ham osh-ovqatini ham qarab eplab keta olishi mumkin. Lekin erkaklar nazardan, nigohdan, bir e'tibordan chetda qolgandek xayolimda bo'laveradi. Qanaqa imkoniyat qayta berilmaydi ularga? Deylik, misol uchun
sindi, kasod bo'ldi-ya, kasod bo'ldi-ya. O'sha kasod bo'lganda uni chiqib keta olish nimasi xarakteri bilan bog'liq qolib ketishi mumkin. Bundoq nima qiladi, ayollarga imkoniyat ko'proq-da. Xo'p, to'g'ri. Qarang, erkak kishi masalan sinsa deylik, biznesda deylik, agar u o'zi qurgan biznes bo'lsa, o'zi chiqqan bo'lsa, u singandan keyin yana qayta chiqa oladi. Agar unga otasi qurib bergan bo'lsa, o'zi qurmagan bo'lsa yoki kimdir uni olib chiqib qo'ygan bo'lsa tepaga, u sinsa qaytib chiqishi bilmaydi. Nimaga bilasizmi? Xo'sh. Chunki o'zi chiqmaganda u. Ya'ni piramidani o'zi tuzmadi. Ha, zinapoyalardan chiqa olmadi. Endi qarang, kim aybdor bu yerda? Qarang, biz konkret aytaman-da. Xo'p, hozir sizga savol mana. Misol uchun, meni ham turmush o'rtog'im biznes sohasida ishlaydi, tadbirkorlikda, sizga ham suhbatdan olib bilib oldik-da. Agar xo'jayingizlarda to'xtab qolsalar, qanaqa ko'mak berasiz? Men unga ishonaman. Ishonch bildirasiz. Da. Shu paytgacha qila oldimmi, bundan keyin ham qila olasiz deyman. Ana endi mana javobingizni o'zingiz aytdingiz. Men javob oldim sizdan. Men aytolmayotgan, yetkazib bera olmayotgan, o'sha xarakterim, temperamentimdan kelib chiqayotgandir, yetkazib bera olmayotgan joylari bor-da. Salam, men ham tarvazit qilib qolaman joyi kelsa. Fikrimda shunaqa narsa bor, mana fikrimda shunaqa narsa borki, erkaklarda o'sha to'xtab qolganda ayollari yo tashlab ketib qoladi, yo bevafolik qiladi, yoki olaqo'rjinni olib o'zi yugurib ketib qoladi. Salgina past ketish, salgina unga yon bosish, salgina unga imkon hech bo'lmaganda ishonch berishni unutib qo'yishadi. Ana o'shanda u o'zi kichkinaligida hatto bittani qayerda montaj qilishni o'rganmagan bola deylik-da endi. Hamma ham emas, ba'zilar. Montaj qilishni o'rganmagan odam keyin borib birdan katta ro'zg'ori gardaniga tushdi. Kommunal to'lovlari, uy ro'zg'or ishlarini, bozor uchalarini qila olmayapti-ku. Biz ayollar qopni erkalab olib ketaveramiz-da o'zimiz qilib. Qilib berishni, unga tashab qo'yishni yoki cho'kkanda sizga ishonch berishni bilmaymiz-da ko'pincha. Shuning uchun aytilyapti, ayol kishi har doim o'zi tanlagan insoniga ishonishi muhim va uni tushunishi muhim. Va mana shu joyda o'sha stressda hozir siz aytayotganingiz, stress kerak u chiqishi uchun. Stress bo'lmaganda u chiqib meni ham rivojlanmaydi. Chiqolmaganicha. Chiqolmagani unaqasi bo'lmaydi. Qarang, inson xohlasa chiqar ekan. Xarakterlarchi, sizni tilingizda aytadigan, ilm fan tilida aytadigan temperamentlar bor-ku. Xarakterdan temperament hammasiga har xil yondashuv. 4 ta temperament bo'lsa, 4 tasiga 4 xil yondashuv. Kimgadir olov kerak, tezroq chiqishi uchun. Kimgadir vaqt kerak, chiqishi uchun. Kimnidir tushunish kerak, chiqish uchun. Kimnidir shunchaki qo'llash. Qo'llash deganda siz eplisiz, siz qila olasiz. Siz qo'lingizdan keladi. Men siz yoningizdaman, men sizga ishonaman. Hammasiga yondashuv bor. Lekin degan joyi, erkakning o'rniga ayol kishi o'zi qilishi mumkin emas. Ha. Nimaga? Chunki ayol kishi o'zi qilishni boshladimi, erkak bunday qaraydi, "Abort qilyapti-yu" deydi. O'zing qil deydi. O'sha komfort zonasiga tushib qoladi-da. Urgut tumanida bir oila bilan gaplashganman-da, o'sha yerda bir suhbat bo'lgan. Erkak kishi aytayapti, endi savol javoblarda aytayaptiki menga, men misol uchun yaxshi biznes bo'lib ketgan, u o'zi boshlagan, tadbirkorlik qilgan, u yo'qdan bor qilib, bo'ladi shunaqa insonlar harakat qilib, boshqa qilibdi. Uni pul toparman, tutarman bo'lishi orqasidan oilasi oyoqqa turgan, singlisini o'qitgan, turmushga bergan, onasini kam qilmayapti. Hammasi yaxshi-da, lekin bir karantin vaziyatlaridan keyin inson cho'kkan endi. Kasod bo'lgan, o'zini o'nglab keta olmadi va uyda ishsiz o'tiribdi-da o'sha inson. Men aytmoqman, shu ishlabsiz, shuncha joy jalol qilgansiz, chiroyli narsalar qilgansiz, o'zingizni o'qitgansiz, nega chiqib keta olmayapsiz desam, xotinini aybladi-da menga. Nima dedi? Aytdiki, o'tda dedi, masalan, sabr qilmadi yo'g'iga ham. O'zi chiqib ishlab ketdi, endi meni orim yo'l qo'ymayapti. Orimni sindirib qo'ydi-da degan gap aytdi. Keyin men aytdim, erkak kishi dedim, o'z ayolini, juftini yomonlamaydi. Nega tarbiyalay olmadingizmi? Farzandlar bor, o'rtada 2-3 ta kattagina bo'lib qolishgan. Keyin ayol bilan ham suhbatlashdim. Odat bo'yicha ikki tarafni ham eshitish yaxshi ko'raman. Keyin
qiziqdimda, endi qiziquvchanligim bor. Siz dedim, nimaga shu eshitib ko'rmagansiz yoki yon bosmagansiz desam, ayolni ham haqiqati bor endi. O'zini haqiqati. Ha, sabr qildim. Qilmadi, harakat qilmadi. Ketdi, endi 2-3 oydan buyon bunaqa yashab bo'lmaydi-ku. Dedi, o'sha qaysidir ma'noda karantin ularning hayotini, oilasini sal darz ketishiga sabab bo'lib qoldi. Nima bilasizmi bu yerda? Nima bor? Bu yerda bir-birini tushunmaslik va eshitmaslik. Bir-biri bilan o'tirib to'g'ri tushuntirib yetkiza olmaydi, gaplasha olmaydi. Shuni hisobiga u ham o'zicha qaror qilyapti, bunisi ham o'zicha qaror qabul qilyapti. Ko'rasizmi? Shuning uchun xotin bir-birini tushunishi, bir-biri bilan gaplashib olishi va eshitilishi juda muhim hisoblanadi. Nima deb o'ylaysiz? Shuncha erkak shu paytgacha qila olgan, bundan keyin qila olmaydi deb o'ylaysizmi? Qila olardi. Endi bu ayol ham, men hozir hech kimni yomonlash niyatim yo'q. Xo'p, erkakka podдержка bo'lib berish kerak edi. ana o'sha mendagi travma qaysi chiqara olmayotganim mana shu podдержка bo'lib bera olmabdi-da vaqtida degan narsa muhokama qilish noto'g'ri, lekin o'ziga ham aytdim, balki sabr qilishingiz kerak edi. Bo'ldi, u inson уже ko'chaga hattoki chiqishni xohlamayapti. Chunki ayoli shu paytgacha chiqmagan, aralashmagan, ro'zg'or qilmagan, pul topmagan, aytardingiz, ovchi bo'lib, erkak ovchi bo'lib kelganda doim. Ovchilik maqomi ayoliga o'tib qolgandan keyin o'sha shoshib ketishimiz, o'sha emasmi feminizm demoqchiman-da. Ya'ni bizga berilgan erkinliklar, huquqlar, bizani himoya qilinishimiz kerak. Men tarafdoriman. Siz eshitgan voqeaga o'xshab kaltaklanib yuraversa ayollar, qanchadan qancha ko'zi ko'kargan mashhurlar ham hatto aytib chiqishdi-da. U kaltakda qolib yuraversa, joni o'ziga aziz-ku, o'lib ketishi hech gap emas. Lekin o'sha berilgan balansni ola olmasligimiz, feminizm orqasidan qaysidir ma'noda ko'p suiiste'mol qilib yorishimiz, shu qizlarni salgina xohlardim, balki kerakmi yo'qmi men so'zlarim, lekin xohlardim murojaat ham qilgan bo'lardim. Berilayotgan imkoniyatlar bo'lsa suiiste'mol qilish kerak emas menimcha. Chunki eshitib ko'rish kerak deb o'ylayman. Umid opa, agar siz bergan ishonchni, o'sha turmush o'rtog'ingizga bergan ishonchni o'sha Urgutda ko'rgan holatimdagi o'sha ayol ham erkagiga ishonch berib, yana 2 oy sabr qilganda balkim yaxshi bo'lib ketardi. Bo'lishi mumkin. Endi bu yerda muhokama bo'lishini xohlamasdim. Bu yerda aytolmadim, bir-biri bilan gaplashib va bir-biriga ishonch, suyanish, qo'llab-quvvatlash. Bu yerda xotin bir-birini qo'llab-quvvatlashi muhim. Chunki erkak kishi o'zi uchun hech narsa xohlamaydi. U oilasi uchun qilishi mumkin, yaqinlari uchun qilishi. Ya'ni o'zini biz ayollar misol uchun nima deydi, tilla yig'amiz, yig'ib qo'yamiz. Kerak emas. Erkaklar bu narsa kerak emas. Erkaklar faqat oilasi uchun qiladi. Ular ovchi. Ular ovlab kimga olib keladi? Qabilasiga olib keladi. Endi uni o'rniga bittasi ovlab kelib tursa, bu o'ylaydi, meni ongi o'zi anglamagan holda ong bo'ldi, boshqa bor o'rnimga, men ovlashim shart emas. Tashab qo'yadi. Bo'ldi, tashab qo'yadi, shunaqa. Bu yerda hozir na erkakni ayblab bo'ladi, na ayolni. Ikkalasida ham o'zi 50-50 bo'ladi, har doim konfliktda 50-50 sababchi bo'ladi. Hatto 70 ga 30 ham emas. Yo'q. Har doim. Hattoki ayol kishi hech narsa qilmadim-ku meni aybim nima deydigan bo'lsa ham, ichidagi fikrlar, ichidagi ustanovkalar sabab bo'ladi. Rahmat shu so'zlaringiz uchun. Chunki men bugun nimani xohlagan bo'larim shu suhbatdan. Faqat erkaklarni ayblayvermasdan ayollar o'zimizni ham qaysidir joyda etapda bilamiz, analiz qilib o'tiribsiz hozir so'zlarimni. Ichingizdan tashxis ham qo'yapsiz, bilib turibman. Ya'ni bir shunaqa so'zlaringiz ham bor-ku, ya'ni psixologiyada shunaqa so'zlar bor-ku, deylik, aybdorlik hissi ham yomon, odamni ezib qo'yadi deb. Lekin aslida ham sal haddini bilish uchun, balansni o'rtaga olish uchun nima xohlagan bo'lardim? Oilalar tinch bo'lishi uchun ham bir bosib turish kerak-da, ayollar ham. Qaysarlik ba'zida ko'pincha shu ajrimlarga ham sabab bo'ladi-da. Aytaman 50-50. 50-50 ekan. Ayol bossa, erkak bosmasa bu ham yomon, erkak bosib ayol bosmasa bu ham yomon. Ikkala taraf ham bir-birini tushunishi, eshitishi, hamkorlik muhim. Mana sizga shunaqa savol, qarang. Birinchi uchrashuvga chiqayotganda, ya'ni turmush qurishdan oldin nimalarga ahamiyat berish kerak? O'zi bo'lish kerak. Masalan, vaziyat bo'lgan, endi birinchi marta ko'rishganimizda, uchrashganimizda ular ham hayajonlanganlar, men ham hayajonlanmadimmikan? Eslab olaydi. Yo'q, hayajonlanmagan ekanman. Turibman, xo'sh, nima desam, sovg'alarni berdilar. Endi oldimda taqib qo'ymaysizmi deganman, bo'ynimda sipochka sovg'aga olganlar, taqib qo'ymaysizmi deganman. Keyin
uyalmaysanmi yosh bola bo'lmagin deganlar. Ularning eng sevimli so'zlari yosh bola bo'lmagin. Keyin men o'sha payt xafa bo'lganman, lekin turmushga chiqib oila qilib o'sha farzandlar tug'ilgandan keyin bilsam ular romantikaga yo'roldi. Sal o'rgatib oldim-ku, lekin o'sha aniq biladiganim o'zi Umid opa ko'p uchrashuvlarga chiqib yurmaganman, chunki rahmatli dadam juda ham qattiq qo'l bo'lganlar-da. Bilganim shuki, ular har doim eslaydigan va men doim e'tirof etib aytadigan so'zlari, endi ovqatlanishga kirganimizda kabob kelgan, shashlik kelganda, tovuq bilan jaz, ana qiyma bo'lgan. O'sha vilka turibdi, qoshiq vilka turibdi, pichoq turibdi, restoranda o'tiribmiz. Ogin yegin dedilar-da, shunda yuzma-yuz o'tiribmiz. Ogin yegin dedilar-da, men ham shunda oldim-da, xo'p dedim-da. Salfetka oldim, siqimda artdim-da, kabobni oldim-da. Anaqa, unda vilka siqdim. Vilkani siqdimda keyin yana qarasam, noqulay o'zim emasman-da. Shunaqa o'sha turmush o'rtog'im oldilarida o'zim bemalol his qilganman. Vilkani qo'ydim-da, qo'lim bilan olib yeverdim. Endi qo'lim toza edi, yuvdim, конечно. Qo'limda olib yeverganman. Mana hozir 14 yil bo'lgan bo'lsa, doim shuni aytadilar-da, "Sen o'zing bo'lganing uchun men seni qabul qilganman", dedilar. Lekin bitta yomon o'zimdan qoniqmagan tomonlari bor. Masalan, talabimni qo'ya olmadim, shartlarimni qo'ya olmadim. Ertaga mana shunaqa qilasizmi, unaqa qilasizmi deb qizlar gaplashganda kinolarda ko'rganman-da. Nima shunaqa qilmaganman deganman. Kursdoshlarim, sinfdoshlarim, dugonalarim ko'rganman. Gaplashdim kuyov bola bilan, unaqa qildim, bunaqa qildim, shartlarimni qo'ydim, ertaga olib berar ekan, olib ber. Sovg'a oldira olmaganman. Haligacha bilmayman, sovg'a oldira olmayman, shunaqa xarakterim yo'q. Va turmush qurganimizdan keyin ularni o'zi biz ko'p gaplashmaganmiz. 2 yil Fotihada yurgan bo'lsak, biz unaqa suhbatlarimiz bo'lmagan. Kechasi bilan telefonlarda gaplashish, SMS yozishish, unaqa narsa bizda umuman bo'lmagan. Menda aytdim-ku, hali yuqorida to'g'risini aytdim, rostini aytdim. Magistraturada o'qitar ekan degancha shartliga olganman. To'g'risini aytaman. Keyin haqiqatda o'qitdilar, lekin men turmush qurganimizdan keyin o'sha insonni chimildoqdan boshlab xarakterlarini men ko'rishni boshlaganman. Afsuslangan kunlarim ham bo'lgan. Keyin suhbatlar ham bo'lgan, o'tirganmiz, gaplashganmiz, keyin menga kamchiliklarimni aytganlar. Lekin o'sha ko'proq bizda sog'lom munosabat bo'lgan, xato kamchiliklarimni tushuntirib, tarbiyalab, o'zlariga moslashtirib, sekin-sekin bir 5 yil men ularga moslashdim. 6-yildan keyin ularni men o'zimga moslashtirishni boshladim-da. Boshida shunaqa bo'ldi. O'sha xo'p dedim, boshqa qildim. Ko'p qiynaldim, uyga ketaman degan paytlarim ham bo'lgan, yig'lagan paytlarim bo'lgan. Hatto bir vaziyat bo'lgan, singillariga meni emas, meni urishmayaptilar, singillariga urishib baqirgan paytlari, men shundan ta'sirlanib yig'lagan paytlarim bo'lgan. Lekin o'ylaymanki, o'sha sal chidadim, sal sabr qildim. Ya'ni qaysi ma'noda? Ahamiyat bermaslikka harakat qildim, tushunishga harakat qildim. Gaplarni eshitib tursam ham qilmagan paytlarim ham bo'ldi. Lekin qilgan paytlarim ham kamroq bo'lsa ham bor. Ko'proq mening ustunlik qilganman, tushunmayman. Masala bu yerda bir-birini eshitishga, tushunishga harakat qilish. Hozirgi vaqtda yoshlarda, mana hozir turmush qurayotgan, turmush yoshidagi yoshlarda mana shu yetishmayapti. Ya'ni bir-birini eshitish, tushunish. Arzimagan narsaga chidolmayapti bular. Ana nimadan o'sha narsa deyman-da? Chunki shoshish. Nimagadir bizda, mana bizda emas, yoshlarda bo'lyapti bu narsa. Men bir narsa xohladimmi, hozir bo'lish kerak. Tushunasizmi? Menda ham bo'lgan unaqasi. Hozir bo'lmayaptimi, bo'ldi, men kutolmayman. Sabr qila olmayotgandan. Yo'q, umuman bu narsa yo'q. Yoqmayapti, bo'ldi, men ketdim. Bu turmush. Bu yerda bir-biringizga o'rganishingiga, bir-biringlarni tushunishingizga yillar ketadi. Bir 3 oyda, 1 yilda o'rganib qolmaydi. Mana shu holat sabab ko'pchilik oilalar, yosh oilalar buzilyapti. Chunki nimagadir hozirgi paytda zamon tezlashdi-da. Bizning fikrlarimiz ham tezlashdi. Kamiga aytman, bir narsa xohlayaptimi, juda tez bo'lish kerak. Shoshish. Bizda unaqa bo'lmagan edi. Bizda turmush muhim hisoblanganda, juda turmush, oila muqaddas hisoblangan. Endi singdirilganda shu narsa. O'sha siz aytayotgan ustanovka bizga tilak bo'lgan, o'sha qaynona yomonlangan taqdirda ham baribir oila muqaddasligi, ertaga farzandlar ko'rishi, unga tarbiya berishi, 9 oilada bola voyaga yetishi haqidagi o'sha miyamizdagi ustanovkalar bo'lganda, xo'p, hozir bo'lmayapti deb o'ylaysizmi? Hozir nimagadirchi hammani o'zini
pravdasi, haqiqati bor. Oldin umumiy edi haqiqat. Hozir hammani o'zini haqiqati paydo bo'lgan. O'zini to'g'ri deb biladi va bizda shunaqa xususiyat bor, hammamizda o'zimiz xohlaganimizni eshitamiz, o'zimiz xohlaganimizni ko'ramiz. O'sha turmush qurgan yoshlar ham xohlasa o'sha insonni qabul qilyapti, fikrini, so'zini, xohlamasa yo'q, menga to'g'ri kelmaydi deyapti. Bu ketish bo'ladigan bo'lsa, bilasizmi nima bo'ladi? Yaqin 50 yil ichida oila tushunchasi qolmaydi. O'sha oila instituti parchalanishida bu. Bu parchalanishning sababi. Birinchi qadamni qo'poq o'zim aytaman, bizdan keyingi pokoleniya buzyapti. Bizdan keyin avlodlar buzyapti. Ya'ni ularning tarbiyachilari kim? Biza bo'lamiz. Bo'ldi deyapti. Ulardan biz menimcha nimadir kutishimiz yoki ularni tanqid qilishimiz noto'g'ri. Ularni tanqid qila olmaymiz. Biza o'zimizni tanqid qilishimiz kerak va biz o'zimizni to'g'rilashimiz kerak bo'lyapti. Qayerda xato qilyapmiz? Chunki bizning farzandlarimiz turmush yoshidagilar. Hozir meni yoshimdagilar-da. Mendan 1 yosh katta yoki mendan 1 yosh kichkina, bizning farzandlarimiz o'sha turmush yoshidagilar. Men 40 daman, 40 dan oshdim. Qoyil. Bu degani mendan kattalar yoki mendan keyin az 1-2 yosh kichkinalar bizning farzandlarimiz turmushga beryapti. O'sha meni o'zimni o'rtoqlarim qudalik bo'lishdi, navaralik bo'lishdi. Demak, biza chiqarayotgan pokoleniya, ya'ni avlodlar ozgina qanaqa desam ekan, bo'shroq bo'lib qolyapti. Yengilroq bo'lib qolyapti. Bo'shliqlar, ya'ni vakuumlar orasida bir tarbiyalandida. Endi buni baribir ijtimoiy tarmoqlar, telefon, gadjetlar, hamma narsa. O'tish davri bo'lyapti-da. Shuni hisobiga qayerdadir biza xato qilyapmiz. Men umumiy qilib aytaman-da hozir. U xato qilyapti, bu xato qilyapti deyish xohlamayman. Bizni yoshimizdagilar bo'lgani uchun biza demoqchiman. To'g'ri. Va bizni farzandlarimiz nimagadir sabrsizroq, nozikroq, jur'atsizroq, mas'uliyatsizroq bo'lyapti. Biz nima qildik? Biz yoshligimizda o'zimiz erisha olmagan orzularimizni farzandlarimizga berishga harakat qildik. Va o'zimizda bo'lmagan erkinlikni ularga berishga harakat qildik. Ya'ni o'zimizda yo'g'ini. Va qayerdadir biz xatoga yo'l qo'ydik. Bilasizmi qayerda? Xo'sh. Biz ular bilan gaplashmay qo'ydik. Ana. Ularga biz tushuntirmay qo'ydik. Vaqtimiz yo'q-ku bizning. Biz ularni eshitmay qo'ydik. Va o'tirib, mana bu joyda men bunday bo'ladi, bunda esa mana bunday bo'ladi degan yo'nalishlarni biz ko'rsatmay qo'ydik. Shularni qatorida mehr ham bera olmay qo'ydik. Mehr chunki biz ham shartli bo'lib ketdi uyda juda. Chunki biz ham boshqalarga o'xshab shoshyapmiz. Nimaga shoshib? Chunki biz bir-birimizni qolgimiz kelmayapti. Ijtimoiy tarmoqlar, chiroyli hayotlar, to'kin sochilliklar, reklamalar, har xil. Ijtimoiy tarmoq o'zi hammasi rost emas. Juda ko'p yolg'on. Lekin biz baribir ko'rganimizga ishonamiz-ku. Ong ostimizda shu narsa yemirib turaveradi. Solishtirish boshlanyapti. U yerishda nimaga men qilmadim, bu qildi, nimaga men qilmayapman. Solishtirishlar, intilishlar, havaslar, moddiylikka berilib ketdik. Tushunasizmi? Shuna hisobiga o'qishni xohlamaymiz. Masalan, qarang, 2 soat telefonda kimnidir g'iybat qilish mumkin. 2 soat, 3 soat biz internetda nimadir keraksiz vayimmi, nimadirlarni ko'rishimiz mumkin. Lekin shu 2 soat emas, atigi 1 soatni qo'limizga kitob olib, yangi bilimni o'qishga nimagadir vaqt ajratishni xohlamaymiz. Sabrimiz yetmaydi. Sabrimiz yetmaydi. Ilgari yoshligimizda-chi, internet yo'q edi. Majbur edik kitob o'qishga. To'g'rimi? To'g'ri. Hozir yo'q. Endi qarang, bizni vaqtimiz yo'q bolalarimizga. Endi qarang, hozir vaqtimiz yo'q deyapsiz, to'g'ri. Internet bilan bog'ladik, o'zimizning yoshligimizni esladik va hozirgi pokoleniyani eslayapmiz. Menimcha bu katta ehtimol bilan o'tish davri. Bu narsa o'tadi, lekin men hozir kuzatyapman. Men masalan o'zim mutolaa loyihasini ilovasini yuklab olganman. Kitob o'qiyman, kitob o'qishni boshladim. Orada o'zimga ustozlarim maslahat bersa, kasbiy faoliyatimdan kelib, shunchaki ishim, nutqim yaxshi bo'lishi, so'z boyligim, fikrlarimni yetkazib berishim yaxshi bo'lishi uchun nima qilishim kerak desam, ustozlarim kitob o'qishingiz kerak deyishardi. Misol uchun Dildora Rustamova, Muslimbek aka Yo'ldoshev, keyin Ra'no Jo'rayeva, hozir mana ustozlik qilyaptilar Iroda opa Nosirova. Ular ham har safar o'qinglar, o'rganinglar, do'ranglar. To'g'risini aytaman, menga bu so'z 4-5 yil oldin aytganda ensam qotardi. Opa, lekin shunchalik bildim. Kitob
sakinat beradi, halovat beradi, bilim beradi, savollaringizga javob ola olasiz. Aytmayman, mana shu kitoblar demayman, kitob umumiy xuddi shunaqa. Bu narsa siz aytayotganlaringiz balki vahimaga solishi mumkin-da tomoshabinlarimiz, bizni kuzatayotganlarni, lekin bilishimcha o'tish davridan agar biz o'tib olsak, bir orada bizani o'sha sizni farzandlaringiz, mani farzandlarim ilohim baxtli, saodatli bo'lib oilasi bilan tinchsin-ku, bir pokoleniya sal oilangiz loyiqalanib evrilishga kelib qolar, lekin o'ylaymanki yana o'zini yo'lini topib olar. Lekin u 50 yildan keyin bo'ladimi? Vaqt ko'rsatadi. Va qanday oila bo'ladi? Shunisi muhim. Lekin oilaning shakli ham yo'q-da. Oilani shakli qolishi uchun biz farzandlarimizga e'tibor qaratishimiz va ularga kitobni o'qitishni o'rgatishimiz kerak bo'lyapti. Nimaga? Chunki kitob shunchaki bilim emas, u aqlni charxlaydi, so'z boyligingizni oshiradi, o'ylashga majbur qiladi, ya'ni tafakkur qilishga majbur qiladi kitob. Eshitganingiz emas, to'g'ri. Internetda ko'rganingiz emas, aynan o'qiganingiz. Mana shuni biz yana qayta yo'lga qo'yishimiz kerak. Uning uchun esa biz o'zimiz qilishimiz kerak. Chunki farzandlarimiz bizni ko'rib andoza oladi. Shunaqa. Biz qilganimizni qilmaydi, biz qilganimizni qiladi. Ha, bu narsa bor narsa. Shunaqa. Va o'ylaymanki, oilalar mustahkam bo'lishi uchun albatta ilm. Bu farz, erkak ayolga bu farz, ilm olish kerak, muhim. Bu muhim. Va tafakkur qilish. Ya'ni aytiladi, g'azab kelganda o'tirib ol. O'tirsa yotib ol. Ya'ni o'sha g'azab kelganda siz uni to'g'ri boshqarishingiz uchun ozgina sukunat berish kerak. Darrov javob berishga shoshmaslik. Shunda aqlingiz sizga eng to'g'ri javobni ko'rsatar ekan. Yaxshi so'z ham, yomon so'z ham tildan chiqadi deyishadi. Bu tilsiz, suyaksiz tilimiz nimalarga qodir emas deyishadi-ku. Kerak bo'lsa uyoqqa boradi, kerak bo'lsa tepaga olib chiqadi. Endi ijtimoiy tarmoqlar deganingizda hali bir yaqinda bir lavha ko'rib qoldim-da. U yerda o'sha o'zi boya yuqorida aytdim, hali to'xtaganimizda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilayotgan ma'lumotlardan o'zimni himoya qilishga ancha kirishib qolganman, chunki asablarimni asrash, sog'lig'im, chiroyim, yoshligim, bolalarimga qarashim, energiya sarflashim o'zimga kerak va ularni o'ylab siqirishni xohlamayman. Lekin siz kasbiy faoliyatingiz bilan ko'proq kuzatishga majbursiz. O'sha yerda bir jumlaga ko'zim tushib qoldi-da, aytilyaptiki, jahl chiqqanda, o'sha erkakning jahli chiqqanda urmoqchi bo'lganda tilini agar ayol ozgina tiyganda edi degan bir jumla bor-da, lekin u yerda tosh otishgan. Sen nima deyapsan? Nimaga unaqa qilish kerak ekan? Nima o'zini til bu himoya qila olishi qiyin u vaziyatda-da. Shuni men ham kirib yozdim kommentariyasiga-da, nimasiga izohiga. Masalan, jahli chiqib turibdi, sizni tepingizda deb bitta kimdir. Xo'p, o'ldirib qo'yadi masalan-da, agar unga ozgina uni yana nimasiga nafsoniyatiga, origa tegadigan gap aytib qo'ysangiz. Men aytmayman, xo'p, o'sha paytda emas, mayli. Shunda bosilsin, hozir siz aytgan fikrga bu qo'shimchada, shunda bosilsin, ozgina o'zini tutib olsin. Sal suv tinisin, keyin mayli, to'xtang, mana shunda xato qildingiz. Kerak bo'lsa chiqib ketsin yoki joni aziz bo'lsa yoki borib murojaat qilsin-da. Yo o'sha daqiqalarda uni nima qila olasan? Qila olasanmi? Qo'lingdan kelmaydi hech narsa deb ko'tarib olgan hisobiga ayolni o'ldirib qo'ygan-da. Men aytaman, rostdan agar rosti bilan ham tinchlansa, tinchlantirish uchun ayoli o'zini sal himoyasiga kirishsa, himoyada gap ko'p. Bir joyda bekinishi, o'sha joydan qochishi, o'zini himoya qilishi, hech bo'lmasa so'z aytmasa ham joni asrab qolinarmidi degan fikr bor bu videoda. Endi bu birinchidan qazo qadari, taqdiri yetib kelgan. Ikkinchidan shunaqa erkaklar bor. Men o'z erkaklarni yomonlashni xohlamayman, lekin bu faqat erkaklarda emas, ayollarda ham bor. Autichnik psixopatlar deyiladi. Qanday ekan bular? O'sha odam o'ldirishgacha yetib boradi va bu xohishi bo'lganida siz hech narsa qilmasangiz ham sizni shunchaki ichingizda jabrdiyda pozitsiyasi bor, qurbonlik va sizga u napadeniya qiladi. Ya'ni o'zbekchasi nima deydi? Hamla qiladi. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman, qarang. Ayol kishi turibdi, o'zim hayotda ko'rganman bu narsani. Erkak kishi ichib kelyapti-da, ayol kishi hech narsa demayapti, shunchaki eshikni ochdi bo'ldi. Tushunmay qoldi bu. Shunaqa hamla qilib urib tepib ketdi ayolni. Mana shunaqasiga bekinyapti-da. Voy. Men shularni uyiga adashib kirib qolgan edim. Kichkina bo'lganman-da. Mehmonga. Nima bo'ldi o'sha ayol? Keyin bari ajrashib ketdi.
lekinchi men o'zim qo'rqib ketganman. Unda kichkina edim ancha. Hech rosa yaxshi ayol kishi u. Endi men bolaligimni bilaman, yaxshi ayol kishi. Birovga bir narsa deydigan, gap qaytaradigan emas. Indamasa xo'p deb qiladigan. Lekin eri shunaqa urdi uni, men o'zim u erkak meni ko'rmayapti, men bir chetda turibman. Kichkina edim men. Esimda yo'q, nechidir yosh edim. 8 yoshmidim, 7 yoshmidim bilmayman. Endi shunaqa uryapti, men hayron qolganman-da o'shanda. Men aytmoqchimanki, autistik psixopatlar hamla qilmoqchi bo'lsa, ayol kishining tili bo'ta rol o'ynamaydi. Soqov bo'lsa ham hamla qiladi. Bu joylari ham bor. Shuning uchun men aytmoqchiman, har doim aytaman, biz o'qishimiz kerak. Faqat o'qish deganida bitta yo'nalishga yopishib emas, balkim psixologiyani ham o'rganish kerak. Hech bo'lmasa insonlar psixologiyasi, ya'ni qarab insonlarni xarakter xususiyatini ajratib olish ham kerak deyman. Chunki shunaqa insonlar bor, haqiqatdan hamla qilishga, tajovuz qilishga moyilligi bor. Ya'ni birovni joniga qasd qilishga moyilligi bor. Ba'zi bir insonlarda esa bu narsa moyillik yo'q. Buni fan o'rgatadi. Hech bo'lmasa himoyasi uchun. Hech bo'lmasa himoyasi. Hech bo'lmasa siz kim bilan munosabat qilmoqchisiz, kim bilan yashamoqchisiz. Shuning uchun ham o'rganish kerak deb bilaman. Lekin men bu fikrlaringizni o'ylayapmanki, o'sha turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlarga ko'proq tavsiya sifatida aytasizda yoki turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlarni o'zi emas. Masalan, turmushi buzilgan ayollar ham bor. Umuman hammaga kerak. Nimaga? Chunki siz qayerdan bilasiz kelin qanaqa olasiz? Tushunyapsizmi? Siz yoshsiz, kattasiz, o'sha bolalaringiz turmush uylantirmoqchisiz. Kelin olmoqchisiz. Bilsangiz yomonmi inson xususiyatlarini, xarakteristikasini? To'g'ri. Yoki bo'lmasam siz xodimlar yig'yapsiz, ular bilan ishlamoqchisiz. Siz insonlarni xarakter xususiyatini bilsangiz, siz xohlayotgan joyga shunga mosini tanlab olasiz. Endi qarangda, psixologiyani o'rganish kerak va muhim. Chunki insonni o'sha ruhiyati, o'ziga xosligi, qaysi joyda qanaqa o'zini tutishga bo'lgan harakatlaridan, mimikalardan o'rganadi-ku o'zi fan, to'g'rimi? Nafaqat shundan, hammasidan. Hammasidan, misol uchun turishidan, ko'z pirpirashi, lablarini qimirlashi, burnini hatto tortishi, hammasidan o'rganishi mumkin. Mukammal qilib, yaxshi o'rganishi mumkin, lekin borda o'sha to'g'ri o'rganishda hamma gap. To'g'ri insondan, to'g'ri joydan o'rganishda hamma gap. Shuning uchun aytamiz biz har doim kimgadir bor o'rganmoqchi bo'lsangiz, surishtiring, diplomi bormi, qayerda o'qigan, qanday ma'lumot, qanaqa staj, ofitsialniy, ya'ni o'zbekchasi nima ofitsialniy? Rasmiymi joyi. O'rganinglar, kuzatinglar. To'g'ri. Keyin bitta ma'lumot eshitganingiz darrov o'zingiz fikringizni bildirmang. Oldin borib tahlil qilib ko'ring, analiz qilib ko'ring. Rostmi o'zi yolg'onmi bu? Fact checking, ya'ni o'rganish. Tafakkur qilinglar deyilgan, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Shuni aytaman, darrov o'zingiz fikringizni bildirishga shoshilmang, to'xtang. Bu aytayotgan gapi nima o'zi? Nima demoqchi? Qani bu rostdan o'zi nima deydi, isbotlarga, dalillarga xos keladimi, to'g'ri keladimi? Qani men bitta ko'raychi deb. Yolg'on emasmi, haqiqatmi? Analiz qilsin. Ana uchun aytganingizda ilm kerak. O'shaning uchun aytayapman-da, baribir ilm kerak, ko'rasizmi? Masalan, hozir isbot dalil topish qiyin emas-da. Bitta narsa eshitsangiz, unda internetda bitta qidirsangiz chiqib keladi bir dunyo ma'lumot. Shunaqa. Mana masalan, ezoterika. Shuni nimaga bering, internetga bu nima deydi, ilmiy tasdiqlanganmi, yo'qmi? Chiqib keladi ilmiy tasdiqlanmagan. O'zimizni ham qizlar misol uchun kosmetologiyaga uchimiz tushunmay qanchasi qurbon bo'lib ketdi, qanchasi tajriba quyonchasi bo'lib ketdi. O'sha nimaga analiz qilish yo'q, tafakkur yo'q. Xo'jasizlarcha ergashib ketaverishdi. O'zi shunaqada, inson zoti ko'r-ko'rona ergashish bu odat. Ota-bobolarimiz qilgan, biz ham qilamiz. Ota-boboyingiz xato qilgan bo'lsa-chi? Farishta emas-ku ota-boboyingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ular xato qilmagan, mukammal bo'lganmi? To'g'ri. Biz xato qilmaymizmi? To'g'ri, biz mukammallikka intilamiz. Lekin biz farishta emasmiz. Bizda nafs bor. Nafs o'lgur yomonda. Shuning uchun har bir ishimizni biz analiz qilib turishimiz, ya'ni tafakkur qilib turishimiz kerak. Ya'ni to'xta, qayerda nima qilding, ya'ni o'zini islohda. O'zi bilan gaplashish. O'zingiz isloh qilib, o'zingiz samanaliz deydi, kuzatish deydi. Dinda tafakkur. Mana shu narsa kerak. To'g'ri. Agar siz olayotgan bilimingizni o'sha aytaman analiz qilsangiz, tafakkur qilsangiz, o'shanda siz to'g'rimi, noto'g'rimi ajrata olasiz.
Qo'rqorona ergashmaysiz. To'g'ri. Shunday. To'g'ri. Menimcha 1 soat bo'ldi. Tugatamizmi? Xulosa qilib nima aytamiz? Lekin xulosaviy fikrlar bo'ldi sizdan. Men ancha o'ylayapman, tafakkur qilmay qo'yganimizga ancha bo'pti, ishonasizmi? Shunaqa ekan deb ergashib ketaveradi ko'pchilik. Shunaqa ekan. O'shaning uchun men aytaman-da, bir narsa eshitinglar. O'zim o'quvchilarimga aytaman hattoki. Mana men sizlarga bitta ma'lumot beryapmanmi? Darrov meni gapimga ishonmanglar. Boringlar, analiz qilinglar, qidirib ko'ringlar. O'sha o'quvchilaringizga yolg'on ham aytib turasizmi ba'zida qidirish uchun? Yo'q. Bir sinab ko'ringchi, qidirarmikin shular? Bir marta sinaganman, sizlardamida bir marta sinaganman. Men shu joyda dedim, yolg'on gapirdim. Kim topa oladi dedim. Hech kim topa olmadi. Yolg'onmidi rostdanmi? Yo'q edi. Yolg'on emas edi. Просто men bilan sinab ko'rdim. Yo, просто hozir keldi-da. Haqiqatdan agar nima sizning fikrlaringiz qanchalik eshitishadi. Endi noto'g'ri joyga borib, noto'g'ri insonlardan bilim olgan qizlar, ayollar misol uchun turmushda ancha inqirozlarga sabab bo'lib qolyapti-da. Mana shuning uchun ehtiyotkoronalik bilan o'sha kim u? Siz aytayotgan haqiqatdan hujjati joyidami? Luttovos emasmi? O'sha nima emasmi? Nima deydi? Ijtimoiy tarmoqlarda faqat hate uchun, nima uchun, PR uchun qilib yurmayaptimi shu ishlarni? Shuni surishtirish kerak-da. Ehtiyot bo'lib. Men ko'p ko'rganman. Даже kursni sotib oldim, boshqa qildim deb soatlab onlayn darslarga qatnashib turib, ancha-muncha fikrlar, dunyoqarash, tafakkur o'zgarib ketganlar bor-da. O'shanga endi qarang. Hozir qonun ham chiqdi, adashmasam, tartibga solish degan. O'sha faoliyatini tartibga solish bo'yicha psixologlarni agar o'sha ishlasa, o'z-o'zidan saralanadi va bu siz aytayotgan narsa hali ishlamadi-da, u hali ishga tushmadi. O'sha tushsa ko'pchilik hozir onlayn orqali aldash ko'p-da. Ko'p-da bu narsa, ko'p-da. Bizda insonlar shunaqaki, agar mashhurroq bo'lsa, nomi chiqqanroq bo'lsa, bu to'g'ri ekan. Podpischiga qaraydi, laykiga qaraydi, kommentariyasiga qaraydi. Keyin yana bitta narsa bor, sizga qulog'ingizga yoqadigan gap bo'lib qolsa, ichki anaqangizni chiqadi. Lekin bu haqiqat emas-ku. To'g'ri. Achchiq bo'lsa ham haqiqat bo'lsin-da. Muhim. Bu muhim. Muhimmi? Bu muhim. Chunki haqiqat sizni yo'ldan ozdirmaydi. Shirin yolg'onlar esa sizni ozdiradi. Agar siz kutgan natija bo'lmasa, u ham bitta depressiyani keltirib chiqaradi. O'zi qiziq, hayot. Bundoq qarasangiz, chetdan qarasangizda, deylik mana shu hozir qo'yilgan shu gulda, misol uchun oddiy gul. Shu tuvakda o'syapti boshqa. Lekin shu gulni shunchaki o'sishiga o'zimiz nimadir o'zgartirishlar kiritishga harakat qilamiz, nimadirlar qilishga harakat qilamizda, murakkablashtirib yuboramiz. Lekin shunchaki hayotga qarasangiz, to'g'ri, qo'shningiz baland imorat qilgandir, binosi zo'rdir, hovlisi zo'rdir, kimdir mashina olgandir, shu ergashaman, yetaman deb ana bekorga aytilmaganda, ko'rpingga qarab oyoq uzatibdi. O'sha payti bizda o'sha fikr ozgina sal qo'yib yuborib, fe'limizni keng qilib, mayli bo'lsa o'xshar, bo'lmasa mayli deb bolalar bilan mehr berib, gaplashib, ularni tarbiyasini zo'r qilib, hozirdan fundamentini zo'r qilib ketsak, hayot haqiqati o'zi shu, lekin nimagadir ham yana ham nimadir qidiramiz, yana ham men xohlayman nimadir Tailandga bordi, bir narsaga bordi, men nima yo'qolib ketyapman. O'sha solishtirishlar. Solishtirishlar odamni rosa sezib qo'yadi lekin. O'zingizda bo'lgan bahosi tushib ketadi. Sizda bo'lganmi solishtirish? Bo'lgan. Qaysi davrda bo'lgan? Yosh kelinlik paytimda kuchli bo'lgan, qizlik paytimda bo'lgan solishtirish. Endi sabablari bor edi solishtirishni. Kelinlik paytimda ham nimaga uni kelinligi unaqa, buni kelinida bunaqa. Endi meni ham solishtirishganda. Endi shu narsani siz masalan joyini, o'rnini, yamasini to'ldira oldingizmi o'sha? Ilm orqali to'ldirdim. Anglashlar orqali. Ana shuni aytmoqchiman-da. Hozir ham bir xillada baribir biz endi nafs bor-ku bizda. Bir xillada ketib o'tgan yil bilib qoldim. Bittasi bilan solishtirdim, sirazi o'zim yig'ib oldim. To'xta qayergadir ketyapman, noto'g'ri ketyapman. Bu isloh. Noto'g'ri ketib orqaga qaytdim. Men aytaman har doim, men solishtirishim mumkin bo'lgan yagona inson bu o'zimni o'tmishim. Ana shu muhim. Solishtirib ko'raman o'tmishim bilan. Agar o'tmishimga nisbatan hozir menda yaxshiroq bo'lsa, men to'g'ri yo'ldaman. Agar o'tmishimga nisbatan hozir menda qiyinroq bo'lsa, demak yo'lni noto'g'ri tanlaman. Boshqa to'g'ri yo'lni qidirishim kerak. Bilasiz, menda shunaqa narsa bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda
endi bizani ishimiz media bilan-ku. Shu kontent olamizmi, boshqa qilamizmi, nimadir kesib qo'yamizmi? Soatlab joylaganimga hali 30 sekund o'tmay nechta odam ko'rib deb kasal bo'lib qolgandim-da. Shunchalik darajada kirishib ketuvdim-da. Keyin qarasam, prosmotr uchmagan payti uyimdagi o'sha qozonda solib pishiradigan ovqatim ham hatto bemaza bo'lib qoldi-da. Shunchalik bo'lib ketdi-da, aytmoqman. Nima bu? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Bolalarim qanaqasi to'pollangi xarxashasi yo'qmaydi, hech kim gap yo'qmaydi. Xuddi menga o'sha payt motamda, ani 1 million prosmotr, 2 million prosmotr bo'lib ketganlarida nima qildim? Voy, bugun zo'r ketdi bolalar. Marujniga ketdi bolalar, fast foodga mana shunaqa bo'lib ketdi. Keyin aytdim, to'xta, sen jinnimisan dedim. Keyin YouTube'ga kirdimda, familiyamni yozib, o'sha eski ko'rsatuvlarimni ko'tardim, arxivni ko'tardim-da. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar degan o'sha qattiq bitta romkada gapirgan nimani stand-upimni ko'rib qoldim. Sig'inman, bir nima banda endi. Ko'nglim to'lmaydi uni ko'rsam. Hozir ham to'lmaydi ko'nglim o'zimdan, lekin o'shani solishtirgandan keyin bundoq qaradim. Voy, men hozir yaxshisan-ku. Voy, asalim, bir ham yaxshisan deb o'zim silab qo'ydim. Keyin mana shunaqa qilib. Yo'q, men umuman ijtimoiy tarmoqda ko'rmayman ham, boshimni ham og'ritmayman o'zimni, kommentariy ham o'qimayman. Endi siz masalan nimaga misol uchun post qo'ysangiz qanaqadir odamlarning reaksiyasi qiziq emasmi, muhim emasmi sizga? Nima siz nimadan lazzatlanasiz unda? Men o'zimni ishimdan dars o'tganimda, suhbatlashsangiz, dars o'tganingizda, dars o'tganda yangi ma'lumotni bera olganimda, natija ko'rganimda, keyin mana terapiyalarga kelishadi menga, psixologik terapiya. Ular qanaqadir natijaga erishsa, men xursand bo'laman. Mana kecha menga anaqani tashashdi. Bitta mijozimiz hech ham o'ziga narsa olmaydi. Rosa zo'r pul topadi, lekin o'ziga 1 so'm ham ishlatmaydigan qiz. O'ziga ravo ko'rmaydi. Ravo ko'ra. O'shanga men vazifa berdim, o'zingga tilla olasan deb. Optimi? Opti. Qanaqa tilla opti? Van Cleef komplekt olgan. 750 provali. Zo'r. Ana shuni ko'rib xursand bo'ldim. Oh, mana. Qarang, opti-da, shuni taqib yura olyaptimi o'ziga endi opti, endi taqadi. Ko'ringchi qanaqa taqib yurarmikan? Chunki o'tgan sari kumush o'zimga ololmayman dedi. Ya'ni o'ziga ravo ko'rmaydi-da. Ha, o'ziga ishlatadi. Nega men buni hozir qiziqib so'rayapman? Men endi o'sha turmushga chiqayotganimda qizlarimni ko'rganman. Atrofimdagi kursdoshlarim faqat qozon tovoq yig'ishgan, kosa yig'ishgan, piyola yig'ishgan. Men bitta ham sarfamga shunaqa narsa yig'maganman-da. Men ham bilmaganman. Shunaqa yomon ko'rardim deb. Onam ham hatto, "Yo'q, kerak emas, menga bu idishlaringizni olib ketmayman. Hech uyiga boraman, kuyovingizni yashayman. Piyolasi paxta nusxali bo'lsin-ki, men o'shanda mazza qilib choy ichaman. Men olib ketmayman uydan" derdim-da. Shunaqa bir oriyatim bo'lardi. Nimaga men olib borishim kerak degan narsa bo'lardi. Menday bo'lgan qiz bola beryapti uyimdagilar, nimaga yana men narsa borishim kerak derdim. Ha, o'sha men idish bilan kelmaganman, umuman. Biz borganmiz. Endi uydagilar qilgan. Keyin tillalar olishda ham, qizim, yur, u olaylik, bu olaylik. Tillalarga ham o'ch bo'lmaganman-da. Lekin kiyimlarda ham o'chlik yo'q edi. Men bu hozir farzandlarim tug'ilib, ko'rsatuvlarda chiqishi boshlab, o'sha ish faoliyatim bilan bog'liq rang-barang chiroyli kiyinishi va u ham atrofimdagi o'sha hamkasblarim, ustozlarimni kuzatuvlarim asosida va ukam o'zim родной ukam, o'zim katta qilganman, uni davay opa deb o'sha chet eldan kiyimlarni jo'natishi bilan bog'liq bo'lib qoldi-da. Keyin sal kiyinishga qiziqish paydo bo'ldi. Endi qarang-da, opa, necha yil o'tib ketdi. Hozir necha yoshman? 36 yosh bo'lsam, endi tillalarga qiziqyapman-da. Ayolsiz. Endi olishni boshlab, endi mana buni olishni onasiz, onalik instinkti bor. Men aytmoqman, nimaga shu paytgacha olib qo'ymadim? Ayollarda faqat ayol bo'lgani uchun emas, unda onalik instinkti bo'lgani uchun moddiylik muhim ayollarga. Ya'ni moddiy narsalaringiz bo'lsa, boyligingiz bo'lsa, siz farzandlaringizni kelajagi uchun turibdi degan ustanovka bo'ladi, xotirjamroq bo'lasiz. Tilla mulk-ku, moliyaviy barqarorlikda, xotirjamlikda. Безопасный podushka olasiz. Lekin o'sha sizning mijozingizdagi holat menimcha katta pul topadilar-yu, ular pullarni balki boshqa yoqda yo'naltirarlar. O'ziga ravo ko'ra olmaydi. Boshqa narsa qiladi, o'qishlarga sarflaydi, nimadirlarga sarflaydi, lekin o'ziga ravo ko'ra olmaydi. O'sha tillaga o'chishlik hissi ko'p qizlarda bor-da. Xohlaydi. Normal holat ekan aslida. Bu normal holat. Normal holat ekan. Men o'ylardim bu fojia, men o'ylardim bu tillaga mehr qo'yish bu yaxshi anaqa inqirozga olib kelsa kerak deb o'ylardim. Yo'q, men hozir aytmayman. Xo'p, endi menga mash kerak, u kerak aytishni boshlash, ya'ni o'sha o'zi bir nima qildim, o'zimga tahlil qildimda,
2025-yildan buyon yashashni boshlabman, men ham so'rashni boshlabman. Endi faslizalarga qiziqyapman, boshlabman. Ayolsiz-ku baribir. Masalan, menda kiyimga qiziqish yoshligimdan bo'lgan, lekin men ijtimoiy tarmoqqa chiqishni xohlamayman. Haligacha. Lekin faolsiz-ku. Majburiy. Ya'ni o'zimni o'zim shunga o'rgatdim. Ha, siz ya'ni menga o'xshab misol uchun she'r aytsam ham chiqib gapirib. Mana siz sevganman deyapsiz-ku yoshligingizda. Mana shularni sevaman, mana shu kamerani, mana shu mikrofonlar jonim-da, mana chiroq yaxshi ko'raman. Yo'q, men prosta kasbimdan kelib chiqqan holda va hozirgi zamon talabi bo'lgani uchun. Talabi uchun to'ppa-to'g'ri talabi uchun chiqyapman. Agar talabi bo'lmaganida men kameradan uzoqda bo'lardim. Sokin yuraverardingiz, to'g'ri. Chunki aytyapsiz-ku 20 yildan oshibdi ish faoliyatimga, deyapsiz-ku. Endi hozir o'zimiz ham misol uchun telekanallarda ham ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'pincha misol uchun qani ko'ramiz, podpischika qanaqa, nima u misol uchun taniqlimi, xalq biladimi. Endi shunaqa zamon keldi-da, shunaqa jarayon, shunaqa davr keldi, lekin yaqinda bir voqeaga guvoh bo'lib qoldim. O'zimga yaqin ukam endi unga men podpisatsiya qilsa, menga tashlasa, men qabul qilmagan ekanman-da. Unga ham tashlamagan ekanman shunaqa. Arazdan oldi bir payt. Ancha kichkina. Men aytdim. Xafa bo'libdi, gaplashmay qo'ydi. Dayrqa yozaman, yaxshimisiz deyman. Kelin yaxshimi, kichkintoy qizli bo'ldi, kichkintoy yaxshimi desam ham jimdi. Keyin boshqa kurs nimamdan tanishimdan eshitib qoldim. Sen unga podpisatsiya qilmagan ekansan. Nima? Mana boshim ushlab qo'yganman. Nimaga deyapman. Nima farqi bor? Men uni yaxshi ko'raman-ku. Mehr berganman, u bilan men misol uchun ishlaganman. Yaxshi yomon kunlarimiz o'tgan. Ne podpisatsiya bilan hozir odamdan qadr o'lchanayaptimi? Shunaqa bo'lib qolgan. Bu hayratlanib qolib ketdi. Tillarim ham jingalak bo'lib ketdi. Aylanmay qoldi. Men borib ana like bosmasa do'stmas deganda. Voy, shokka tushib qoldim. Aytmoqman. Hozir nima qiladigan bo'ldim? Hozir keladi-yu, shu gapingizdan keyin ko'pchilik bilasizmi, unaqa rag'batlantiruvchilar chiqib qolgan-ku, bilasizlarmi, kimlar like bosmaydi? O'zingizlarni eng yaqininglar, ichingizdagilar, lekin ular sizlarni ko'ra olmagani uchun like bosmaydi degani uchun va ular ham shunaqa o'ylab qo'ymasin deb u kontentni yaxshimi, yomonmi, tanishimmi like bosishni boshladi. Mana qo'limdan kelib ko'rsam like bosib o'tqizib shunaqa narsa boshlandi. Ajib zamonga keldik. Shunaqa aytman. Ijtimoiy tarmoqqa ham shu zamon talabi bo'lgani uchun chiqqanman. Bo'lmasam o'zim bilan o'zim, men o'sha o'zimning kitobim, o'zimning ishim borib kelib yuraversa, men uchun eng zo'ri shu. Aslida. Lekin zamon talabi ekan, ana o'zimni majburlab olib chiqaman. Endi moslashish ham kerak-ku. Moslashdim, ancha moslashdim, to'g'risi aytaman. Lekin sevaman deya olmayman. Kameralarni sevaman deyapman. Yo'q. Endi qarang, sevishingiz shart emas. Shu nutqingiz orqali to'g'ri yo'l, muhim bo'lgan narsalar va kimnidir hayotida qanaqadir eroziyalar bo'lib qolsa, o'sha kemtiklarni to'ldirishga ozgina endi so'z ham bir sehrda. So'z ham Navoiy aytganlar-ku, so'z bir dur kabi, g'avvos shu dengizni sathni eng pastiga kirib, eng chuqur joydan marvarid olib chiqqan darajadagi bir qudratga ega deganlar-ku, o'shanga o'xshab shu yetkazib berish ham bir qobiliyat, bu ham bir savob ham hattoki va o'sha deyman kerak-da. Kerak ekan. Shuning uchun sekin chiqamiz. Lekin juda yugurib ketmayman, yugurish yoqtirmayman deydi. Menda shunaqa uстановка bor. Sekin chiqur. Shoshmasdan. Sekin bitta aznab qo'yiladi. His qil jarayonni, mazza qil. Keyingisiga o't. Shunaqa. Muhimi solishtirib o'zingizni qiynamasangiz, o'sha etapdan o'tgansiz u endi. Kimdandir oldinda, kimdandir orqada. Besh qo'l baravarmas. Shunaqa. Demak, rahmat kelganingiz uchun. Siz bilan maza qilib suhbat qurdim. O'zim ham bugun ko'p gapiraman dedim, lekin ana kasbiy faoliyatimdan savollar berib tashladim va gapirtirganim uchun ham sizdan ham rahmat. Ko'p ma'lumot oldim, lekin yaxshigina ataka qildingiz. Olib borib qo'ydingiz-da bolaligimga. Olib borib qo'ydingiz. Keyin qayerdadir nimadir noto'g'ri qilganlarimni bir ko'zimning oldidan lentadek, kadrdek o'tib ketdi-da. O'sha yana ham to'g'rilashga va yana bitta yoqqan so'zingiz, sizga rahmat alohida. Avvalambor taklif uchun, keyin o'sha so'zingiz uchun. O'sha biz bolalarimizni tarbiyalayapmizmi? Biz tarbiyachimizmi? Bu yerda aytmayman, men farzandlarimga tarbiya beraman deb. Siz o'zingiz so'zingiz bilan, operator akamiz olayotgan kadrlar bilan, bu qizimiz yugurlari bilan hammanglarda, masalan, bitta
baribir o'sha egoizmlik kuchli dedingiz, o'sha shaxsiyat, moddiyat kuchli. Masalan, mani bolalarim faqat o'ylaymanda kimlar bilan katta bo'lyapti, qaysi jamiyatda, qaysi insonlar bilan katta bo'lyapti degan narsa kuchlida. Bundoq qaraymanda yomon emas har holda, yaxshi insonlar ko'p-ku. Masalan, metroda qatnashardim, metroda tushganda to'r kattalarga joy bergin, odob, tarbiya, ana o'sha atrofimdagi hamma insonlar yaxshilik ulashyapti-ku va shunaqa insonlar ko'p bo'lsin. O'ylaymanki, biz onalar ham to'g'ri xulosa qilamiz, to'g'ri tarbiya beramiz va o'sha so'zingizga javoban aytmoqchimanki, onajonlar, qizlar farzandimizni bir kunda o'zi 2 soat deyishardi. Hech bo'lmasa 2 soat suhbat, mayli qiyin-da, to'g'ri tushunaman. Oila, ro'zg'or, yashash o'zi emas, lekin o'sha farzandlarimiz bilan gaplashmasak, bolalarimga aytadigan gap sizga aytaman. Bugun uyga vazifani qilmadingmi? Ertaga uning o'rnini to'ldira olmaysan, qayta olmaysan orqaga. O'shaning uchun muhim va o'ylayman, hech bo'lmasa bir kunda ustozim Erdo'panovning so'zlari borda. Bir kunda bir marta quchoqlab mehr beringlar, bir-biringlarga energiya ulashasizlar deydi. O'sha quchoqlashish, farzandga mehr berish, o'ylaymanki, oilangizda erta yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Tarbiya o'zimizdan boshlanadi. O'sha tarbiya Oldin o'zimiz tarbiyalaymiz, bolalarimiz bizdan andoza oladi. Shunaqa. Rahmat, sog' Sizga bo'ling. ham charchamang. Xudo xolasa yana biror marta uchrashib, suhbat davom ettiramiz. Chunki suhbat ketiga suhbat bo'layapti, vaqt etsa bilasiz, to'xtamasdan ketib qolyapti. Agar nima bo'lmasa, keyingi ko'rsatuvlarda sizni taklif qilsam, bu suhbatlar davom etadi. Xudo xolasa. Sizga rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.